Assalomu alaykum aziz ko'rman do'stlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lg'ay, omon eson bo'lg'aysizlar bu yerda. Fidolar ekrani xush keldinglar. Xabaringlar bo'lgandek, bugun juma kuni aql va tafakkur nomli programmamizni davom qildiramiz. Programmamizning oldingi birinchi qismi e'lon qilingandan keyin aql haqida burun o'rganib olgan tushunchalarimiz asosida kallamizda muqimlashib qolgan xato uqumlarning ekranda taqdim qilingan to'g'ri uqumlar bilan zidlik paydo bo'lib, orada o'tirib tushgan nurg'un inkoslardan el avomning aql haqidagi uqumlarda haqiqatan bir darsga ehtiyoj borligi yana bir qatam o'tirib chiqdi. Xabaringizda bo'lgandek, aql bizning ona tilimizda qo'llanayotgan bo'lsa-mu, u asli kelib chiqish til lug'ati arabcha bo'lganligi sababi tufaylidan aql, hushyorlik, zakiylik qatorliq nurg'un uqumlarni bir-birisiga aralashtirib o'tib ishlatilganligimiz turmushda buning farqi bo'lmaganligimiz tufaylidan nurg'un tushunchalarda xatolashishlar maydonga kelib chiqqanligini mush programmani o'tirib qo'yishdan ilgari ijtimoiy turmushimiz, turli munozaralarimiz va boshqa o'quv xizmat qatorliq masalalarda haqiqatan qiyinchiliklarga duch keldik. Shuning uchun shu programmaga diqqat berishinglarni yana takror tavsiya qilamiz. Programmani shu muajiratda o'zining vaqti zehniyatini sarf qilishni istagan Ahmadjon Osmonni bilasizlar. Talabimizga asosan alohida vaqt ajratib bizga shu programmani taqdim qilgan bo'lgan do'stlarning tavsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Ekranimizda shoir Ahmadjon Osmon efendim. Assalomu alaykum, xush keldingiz. Aleyküm selam, hoş bulduk. Amag'aysiz, ajillik bo'lg'aysiz. Vaqt o'zgarganligi tufaylidan programmamizni 1 soat keyin boshladik. Ba'zi ko'rman do'stlarimiz uchrayibdi, program bo'lmadi deb. Demak, diqqat qilayotgan qarindoshlarimiz bor ekan. Biz oldin qatimli birinchi programmani e'lon qilgandan keyin aql bilan ongning ma'no jihatda o'xshash ekanligini, ya'ni Uyg'ur tilimizda ishlatilayotgan aqlning yana ona tilimizda qo'llanayotgan ong bilan o'xshash uqum funksiya va rolga ega ekanligini o'tirib qo'ygandan keyin nurg'un qarindoshlar bundan bekkaligi o'qitib bo'lib ketdi. Ong boshqa, aql boshqa degandek. Va aqlga alohida misollardan hayvonotlardagi aqlni dalil qilib ko'rsatishga urinishlar bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, aql haqidagi tushunchalarimiz haqiqatan turoqsiz ekan. Shuning uchun aql temasi yana izchil davom qiladi deb o'ylayman. Bugungi temamiz aql bilan zako deyildi. Tarmoq temasida bog'lash va yeshish deb ism qo'ydik. Bu so'zmi bizda faqat ishlatilmaganda, bog'lash yeshishni hech qachon aql bilan zakoga tanqislab tushunish boqmabdi. Shunga balkim do'stlarim yangilik bilinishi mumkin. Oldi bilan aqlga aloqador bizga tushgan inkoslar va WhatsApp to'plarida tushgan qarshi inkoslarga qarta javob, to'liqmi javob yoki tuzitish mazmunidagi so'zlaringiz bo'lsa, uni anglasak, undan keyin asl temaga kirib ketsak bo'ldi. Marhamat, so'z sizda. Rahmat. O'tganki programmadan keyin shu bo'libmi Famil Tursun efendim inkosi biraz g'ulg'ula qo'zg'agan o'xshaydi. Ba'zi inkoslarni angladim bu vaqtda va ba'zilarininki bu inkosga qaytirgan inkoslarni anglagan bo'ldim. Qaraganda shu aql bilan bizdeki ziraklikni aralashtirib qo'yish bor ekanligida buningda. Kamil Tursun efendim shundoq aralashtirib qo'ydi ayni vaqtida, shu vaqtida. Bundan keyin inkos yozganlar, inkos qilganlar
Mushu ikki tuqumni aralashtirib qo'ygan bo'ldi. Shunga bu qitimqi programmada siz mushu aql va zako deb mavzu qo'yibsiz, tema qo'yibsiz programmaga nihoyat yaxshi. Ya'ni demoqchimanki, mushu tarixni mushu programmada bayrab ola olsak, menimcha aqlning aniqlamasiga texmi yaqinlashamiz deb o'ylayman. Masalan, oddiy misol, aql bu sun'iy aql deymiz bu biz hozir shuna atadik endi sun'iy aql deb atadik. Xo'sh. Amaliyotda u sun'iy aql emas. Masalan, uni arabchada zaka istinai deb ataydi. Ya'ni sun'iy zaka. Zaka degan arabcha so'z. Zaka istinai, ya'ni sun'iy zaka. Masalan, inglizcha uni artificial intelligence deydi. Intelligence. Endi mushu intelligence degan yoki zaka degan aql emas, u bizdagi ziraklik. Ya'ni Uyg'ur tilida uni biz ziraklik deb ataymiz. Shunga ziraklik bilan aqlning farqi cho'ng. Uning ustiga bu ikkisi ikki uqum. Buni farqlantirishimiz kerak. Agar bu ikki uqumni farqlantiramasak, o chaqda biz aql to'g'risidagi tushunchamizni aniqlayolmay qolamiz. Yoki bo'lmasa bir aniq bir ro'shan bir tushunchaga ega bo'lolmaymiz aql. Shunga bugungi mushu programmamizda mushu aql bilan zaka mush ikkisini o'tirib qo'yganligimiz tema qilib menimcha nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi deb o'ylayman endi. Shunga mushundan boshlasak. Lekin siz endi yana aql haqida texim ilgirlagan holda ba'zi savollaringiz bo'lsa suhbatlashsak bo'ladi. Ovoz yo'q-ku. Ovoz kelmaydi-ku. Ben mikrofon itilib qoldi. Aql haqida oldingi qitimliq darsda aqlning faqat insonga xos hukm ekanligini, hayvonotlardagining bir xil xususiyat ekanligini o'tirib qo'ygandan keyin nurg'un do'stlarni buning nisbatan bir xil o'qitib qo'yib boshlab ketdi-da. Mushu xususiyatni nimaga asosan shunday xususiyat deb atadingiz? Men bu misolni qabul qildim, darhol qabul qildim. Chunki zaten hayvonda aql yo'q deyilsak, aqldek bir alomat, aqlning bir alomati bor. Lekin aql bor bo'lgan bo'lsa, agar insondagi o'xshash aql bo'lgan bo'lsa, insonning kuni ters bo'lgan bo'lardi. Masalan, ba'zi hayvonlarni misol oldida, uning aqlini shu o'zining hayot chembiriga ishning sirtiga chiqarmadi bu aqlni. Men shundan qarab shu xususiyat degan so'zning muvofiq ekanligini to'g'ri deb qaradim-da. Yana balkim yana izlanish bo'ladi albatta. Siz shu xususiyat haqida biroz izohlash ilib bersangiz bo'g'dak. Buni inglizcha instinct deydi. Bu tushunchani yoki bu hukmni mushu hayvonotlardagi la emas, hatto o'simliklarga opiradigan taraflari bor. Masalan, lekin hozir biz hayvonotlar deb turaylik. Mushu instinkt buni Uyg'urchaga tabiiy xususiyat deb tarjima qildi bu atalg'ini. Yoki bo'lmasa tug'ma qobiliyat deb. Bu qobiliyat yoki tabiiy xususiyat deb. Buni rasmiy o'tirg'i qo'ygan odam atalg'u sifatida Darwin. Türlerning kelib chiqishi degan kitobida Darwin o'tirg'i qo'ygan.
Endi bu tabiiy xususiyat yani hayvanlardaki zereklik desek buludu. Yani hayvanlardaki zereklik. Lekin o akıl emas elbette. Çünkü akıl tabiiy xususiyat emas. Yani tabiiy xususiyat degan vaqtida tabiiy degan so'zga diqqat qilishimiz kerak, sifatga. Xususiyatning sifati bo'lgan tabiiylikni ko'zdan saqit qilib qo'ysak, bu xususiyatni tushunmaymiz. Sizmi biraz burun tabiiy xususiyatni, tabiiy degan so'zni saqit qilib turib, siz xususiyat deb atadingiz, lekin mushu tabiiy xususiyatga tabiiy degan mushu sifatga diqqat qilmasak-la, u chog'da biz bu zeraklikning yoki bu xususiyatning hayvonlardagi aqldan farqli bo'ladiganligini tushunamaymiz. Nima uchun bu xususiyatni tabiiy xususiyat deymiz? Yoki tug'ma talant, yoki tug'ma nima? Qobiliyat. Ya'ni bu qobiliyat tug'ma bo'ladi. Nima uchun shunday deymiz? Tabiiy degan so'zga diqqat qilsak, buni nihoyat yaxshi tushunamiz. Aql tabiiy narsa emas. Ya'ni aql insonga tabiatdan kelgan emas. Uni boshqacha qilib aytgan vaqtida yoki diniy terminlar bilan, diniy atalg'ular bilan, diniy iboralar bilan degan vaqtimizda aql ilohiy narsa emas, ya'ni Tangridan kelgan emas. Aqlni Alloh bergan iqtidor yoki xususiyat yoki bo'lmasa aloyidlik deb qarashga bo'lmaydi. Chunki u tabiiy emas. Tabiiy bo'lgani instinkt, ya'ni xususiyat, shu hayvonlarda bor zeraklik. Mana mushu tabiiy xususiyat. Mana mushu Allohning insonga, hayvonga va boshqa jonliqlarga ato qilgan ne'mati. Bu aqldan mana mushundaq farqlanadi. Ya'ni uning tabiiyligi bilan. Zeraklik tabiiy narsa. Aqlni Alloh bermagan degan so'zga biroz o'kti qo'patadigan ishchilar emas. O'kti qo'padi chunki aqlning nimaligini bilmagan odam albatta uni Alloh bergan deb o'ylaydi. Allohning nimati deb o'ylaydi. Amaliyotda Odam alayhisalom aqlni o'zlashtirgan vaqtida xatolik o'tkazgan, gunoh o'tkazgan. Shuning bilan jannatdan ayrilgan. Chunki jannat insonning, hayvonning, o'simlikning barliq shay'ining tabiiyati. Do'zax undaq emas. Shunga Odam alayhisalom shaytonning vasvasasi bilan anqirgan vaqtida anqirgan. Ya'ni qanday anqiraydi Odam alayhisalom? Masalan, Qur'onda aytilgandek shay'larni atashni o'rganadi. Ya'ni allamal asma'a kullaha degan oyatni bilasiz. Ya'ni Alloh uningga albatta bu yerda Alloh deb ilingan, hozir biz buni munozir qilmay turaylik. Uningga shu ismlar o'rgatilgan. Ya'ni shay'larni atashni o'rgangan Odam alayhisalom. Bu bir. Ikkinchidan Odam alayhisalomga shayton vasvasa qilib ikki narsani o'rgatadi. Odam alayhisalomga shayton. Birinchi ölmeslikni o'rgatadi. Ya'ni sen ölmeydigan, xolid, mangulik bo'lalaysan, bo'lisan. Şuna mushundaq bo'lib qolmasliging uchun
Allah Taala sana ma'u meyvedin yeme deb buyruq qilgan va ma'u meyveni yeyishni cheklagan deb o'gitdi. Ikkinchi narsa igidorchilik. Ya'ni shayton insonga, Odam alayhissalomga igidorchilikni o'gitdi. Bu shu o'lmaslik bilan igidorchilik degan Qur'onda nurg'un oyatlarda aniq keladi. Masalan, hal قال الشيطان قال إبليس هل يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى degan oyat bor. Ya'ni shayton Odam alayhissalomga nima deydi? Odam, ey Odam, men sana o'lmaslik va chirimas igidorchilik darixini ko'staymo degan oyat. Ya'ni Odam alayhissalom o'zining o'lmaydiganligini, o'zining, bu yerda o'zining deganga diqqat qilishimiz kerak. O'zining o'lmaydiganligini va shundaqla mavi tenining, tanning, badanning, gavdining mening ekanligimni, ya'ni men uningga oldi bilan tenimga igidorchilik qilaman. Oningdan keyin boshqa narsalarga igidorchilik qilaman. Mana shu igidorchilik bilan va mening o'lmaydiganligimni bilganligim, mana shu bilim, shu bilish, shu ong, shu aql bilan Odam alayhissalom gunoh o'tkazadi. Shuning bilan Allah Taala uni la'natlaydi. Mushu tepib olgan aqli bilan la'natlaydi uni va shundaqla do'zax, jannatdan uzoq tushiradi. Demak, aql yoki ong Allohning Odam alayhissalomga bergan emas. U shaytondan o'rgangan. Mundaq bitgan vaqtida aqlni Odam alayhissalom nima Allah bergan ne'mat emas Odam alayhissalomga, shayton o'rgatgan yoki shayton bergan bir gunoh. Shunga Mesela biraz evvelde biz tarixini aktaranmaydigan bu nimaga ko'nmay, shu real o'zimiz his qiladigan, tuya oladigan hukmlar bilan tushuntirishga tirishib baqsaqchi uni. Bo'ladi. Masalan, hayvon bilan yangi tug'ilgan bovoq o'xshash. Yangi tug'ilgan bovoq hayvon. Yangi tug'ilgan bovoq hayvon. Uning hayvondan hech qanday farqi yo'q. Nima uchun? Yangi tug'ilgan bovoqda aql bo'lmaydi, ong bo'lmaydi. U aqlni yoki ongni keyin topadi. Yangi tug'ilgan bovoq keyin topadi. O'rganadi. Masalan, oldi bilan onasidan, dadasidan, och singillardan, akalaridan agar bo'lsa, aningdan keyin nima deymiz? Ma'lumdan, ma'lidan, aningdan keyin maktabdan, jamiyatdan degandek mana mushundaq shaklda aqlni o'zlashtiradi yoki ongni o'zlashtiradi. Uningdan burun bovoqda hech qanday ong yoki aql bo'lmaydi. Uningda lekin ziraklik bo'ladi, tabiiy xususiyat bo'ladi bu vaqtda, xuddi hayvonga o'xshashlar. Masalan, bovoq onasining bali yotqusida paydo bo'lib, shu bali yotquda 9 oy 9 kun turib, oningdan keyin tug'ilgan bo'lganligi uchun bovoq tabiiy xususiyati bilan onasini taniydi. Onasining yurak so'qishlarini, onasininki butun badanini, uning shu issiqlik bo'lamdi, illiqlik deb atamdik, biz nima deb atsak mayli, mehr deb atamdik, nima deb atsak mayli, butun mush narsalar bilan taniydi onasini. Bu tunish
balı to'lg'an zaman anasını almashtirversin biladimda. Bilaleydi. Elbette bilaleydi. Çünkü o anısının balı yatqısı 9 ay 9 gün tuğan tuğsa. Undaqda Yüz aş gün. biladiganligini keyin unutuydi ekan-da. Misol balasi Elbette kim unutup gidiyordu. Aqlni yoki ongni o'zlashtirgandan keyin, yani anqirgandan keyin ama bola cho'ng'igan sira shu o'zini beqib cho'ng qilgan kishini ona dada deb cho'ng bo'ladi-da. Bilolmaydi u. albatta. Lekin siz deyotgan biladi, his qiladi deganda balki uning organik olarak bedenining tabiiy tuyg'usi o'xshaydi. Hissi. Tuyg'usi desiniz, Peçet. Yaxshi, bununla kelimiz biz endi tuyg'u. Bu tuyg'u. Yani bovoq onasini tuyg'usi bilan tanıydı. Tuyg'usi bilan biladi. Mana mushu tuyg'uni Qur'onda al-fuad, al-qalb deb atagan. Masalan, la taqfu fima laysa laka ilm inna as-sam'a wal absara wal fuada kana anhu mas'ula degan oyatda nimani eskartdi desa fuad, qalb. Biz ko'ngil deymiz uni. Qalbni fuad degan qalb, ko'ngil. Shuni eskartdi. Bu nima desa bu tuyg'u. Şuna Qur'onda davomli eskartidigini qalb yoki fuad, ya'ni mushu yurak, ya'ni ko'ngil yoki tuyg'u. Mushu tuyg'u tabiiy narsa. Mushu tuyg'u Allohning sizga Allohdan kelgan. Aql undaq emas. U sizga Allohdan kelgan emas. U siz keyin o'zlashtirgani. Şuna bizga aloqador butun ne'matlarning Alloh tarafdan kelganligiga iymon etibizda, shunda qabul qilamiz. Albatta ne'matlarni aqlni nima uchun rad qilamiz? Nima uchun aqlni unda emas deymiz? Aqlni unda emas deganlik sababni endi aql to'g'risidagi aniqlama va aqlning nimaligini bilgan vaqtimizda anadan tushunamiz. Tamam. Unda hiç olmasa şu aqldan iborat xususiyatni berish kerak ekan unda. Tushunmadim. Unda aqlning xususiyatini bergan bo'lish kerak. Ya'ni bir chekirdikini, urug'ini bergan bo'lish kerak bizga. Bo'lmasa uni ki o'zimiz paydo qilolmaymiz ki. Aqlning xususiyati olmaydi. Aqlning masalan tabiati olmaydi. Xususiyati mag'izda deyilgan urug'i. Masalan bizlarga aqlning urug'i tuyg'u. Aqlning urug'i tuyg'u. Yani o tabiiy narsa, tuyg'u. Hozir biz uning shunga kelamiz. Hozir masalan bizning mush programmamizda masalan bağlash ve yeshish yo'q. U başta shunga borayli, anandan keyin aqlninki siz eskartgan mushu masalaga kelayli. Meningcha. Mayli. Men undaqda aqlning kelish manbasi to'g'risida to'xtalmay, aqlning o'zini tonish bordi. Albatta. Shunda qisaq anandan keyin to'xtalmasam bo'ladi. Shunga aqlni tonib, anandan keyin keyiniga yenishtirish qiladi. Bo'ladi. Endi aql degan aqlga bütün faylasoflar, bütün payg'ambarlar, shundaqla bütün shoirlar aqlga tarixdan buyon, ya'ni madaniyat tarixidan buyon ta'bir berib keldi, aniqlam berib keldi. Eng asosli element mush aniqlamada, eng asosli masala, nuqta yoki element mush aniqlamalarda sabab izlash. Yani bizning tilimiz bilan, Uyg'urcha bilan aytgan vaqtida birning yeni biriga bog'lanishini tepish. Mundaq deyli. Masalan, inson oldi bilan o'ylangan nimasi aqliy jihatda nima o'ylanadi desangiz,
Yani aslında biz Uygurçadan başlayalım. Mesela Uygurlardan başlayalım. Uygur tefekkürüden, Uygur tefekkür birleşik oylaş usulüden başlayalım. Mesela ben Ahmetcan. Ben Ahmetcan desem siz beni bilmeysiniz. Bilmeysiniz. Beni anqıramaysınız. Şunu bilen, oldu bilen sizin benden soraydığınız beni dadamga bağlaysınız. Oldu bilen. Yani sen kimnin balısı? Sen kimnin balısı? Emdi meni dadamga bağlığa vaxtınızda anıdan keyin birinci qadamda men haqqida anga ega bo'lasiz. Ahmetcanның kimligi haqida birinci qadamdaki bilimge erişsiz, anga erişsiz. O bozumu Ahmetcan Osmanның oğlu. Lekin nurg'unlagan Ahmetcanlar dadısının ismi Osman, dadısı Osman. Sonra ikinci qadamda texim aniqlash uchun anamның ismini, anamның kimligini bilishimiz kerak. Yani mening kimligim endi anamның kimligi bilan bog'lanish kerak. Anam bilan bog'lanish kerak. Shuning bilan texmo kerak aniqlamaga erishsiz men haqida Ahmetcan. Bir qadam ilgirlagan bo'ldingiz ya. Anandan keyin bu ilgirlashlar yana nimaga olib desa, mening millatimga, ya'ni men qaysi millatdan yoki qaysi davlatdan, hozirgi zamonda qaysi davlatdan, qaysi mamlakatdan. Yani o'xshash ismlik bir Ahmetcan Osman ismli o'xshash bir kishinin den o'zini tepish uchun farqlarni araydigan gap, farqlarni izlaydigan gap. Albatta farqlar. Nayet yaxshi dedingiz, nayet yaxshi atadingiz. Yani farq izlash. Mana mush farq izlash aqliy jarayonlarning biri. Yani aql farq izlaydi. Sebep topadi. Endi men Ahmetcan bo'lsam, dadam, apam bularni bildingiz. Endi mening yana boshqa insonlardan bo'lgan farqimga kelgan vaqtida ananiki millatim keladi, davlatim keladi. Shuning bilan anandan keyin mening ajdodlarim keladi. Ajdodlarim, dadamning dadasi, apamning dadasi, onasi degandek va shunda shu shaklda anandan keyin mening kimligim oxirida tunji insonga oluşudu. Yani Adem Aleyhisselam oluşudu. Şunda bo'lganda anandan keyin biz Ahmetcan Osman haqida mundaq bir aqliy yakunga erishimiz. Masalan, mening insonligim shundaqla mening boshqa insonlarga o'xshash. Hozir Ahmetcan Osman boshqa insonlardan farq qilgani bilan yana eng oxirga borganda Adem Aleyhisselam'ның bir Adem Aleyhisselam'ның sulalisidan bo'lganligi. Shuning bilan endi aql yeni bir qadam ilgirlab, endi bu Adem Aleyhisselam'ningki kelib chiqishini bog'laydigan gap. Yani Adem Aleyhisselam'ni bog'laydi endi bu yerda aql. Chunki aqlning jarayoni, funksiyasi mushu. Aqlning ishlash nima deymiz, funksiyasi mushu. Ishlash usuli mushu. Shunga siz biroz burun eslatgandek abay, masalan, aqlning tarixlarini izlaydiganligi, sabablarni izlaydiganligi, buning hammasi birini yana biriga bog'laydiganligi. Mana mushu bog'lash aqlning jarayoni. Şuna aql bir narsa emas.
Yani aql bir narsa emas. Va shundaqla aqlmi bir uqum, bir nima emas, aql bir jarayon, process. İngilizce masalan jarayon. Aql degan bir jarayon. Undaq bo'lganda bu jarayonning shakli qanday bo'ldi? Degan vaqtida anandan keyin biz Uyg'urchadan buning bog'lash ekanligini tushunamiz. Ya'ni aqlninki jarayoni u birini yana biriga bog'lash. Ya'ni birining sababini yana birining sababi. Ya'ni mundaqcha aytganda sabab qilguvchi bilan sabab qilinuvchi shaklida ikkini bir qilishda, bir bog'lash. Shunda bo'lgan vaqtida aql eng oxirida sabab qilguvchini eng oxirida Allohga apiradi. Tangriga apiradi. Ya'ni Tangri eng dastlabki sabab. Deb aql mana mushaga apiradi. Aql mushaga apira oladi. Uningdan keyin aqlning nim deymiz? İşi kadın çıkıdı. Rolü tügeydi. Çünkü hem de tunci sebepni atağandan keyin Tangri yoki Alloh deb hem de aql hem de mushu tunci sebepni sebepçisi nima deb so'rayanmaydi. Çünkü u allıburun hemmening sebepçisi şu deganligi uchun endi uning sebepçisi nima deb so'rayanmaydi aql. Bu savolni qo'yanmaydi. Shuning bilan aql mana bu yerda tugaydi. Aqlninki iqtidori, vazifasi, uning imkoniyati, ya'ni tugaydi, jarayoni tamomlanadi. Oxirlashadi degan gap. Shunga bana ko'z oldimga kelgan rasm nima bo'ldi desa, har qanday bir narsa uchqatgan bo'lsa, uning munosabatini deydi. Atrofdagi uning paydo bo'lishi, atrof bilan bo'lgan munosabati, taraqqiyot jarayoni qatorliqlarni kuzatadi ekan bu. To'g'ri. İzlaydi ekan. To'g'ri. Sizlar tushundingmi hozir? To'g'ri. Bayatın aqlning Alloh tarafdan emas, balkim kichik vaqtidan tartib o'ziga singdirilgan ta'lim tarbiyaning natijasida tadrijiy shakllanganligini va kuchaydiganligini, cho'ng'ilganligini ifodalagan so'zlar bo'ladi. To'g'ri. Va uning kelish manbasini balkim shaytonga bog'landi hatto. To'g'ri. Bu yerda bundaq bir savol so'rabdi-da bir do'stimiz, ko'rman do'stimizdan birisi. Menga biroz nima keldi? Deymiz. Biroz shundoq qod degiz dedi bir savol oldu. Nima desa, mana bu agar aql shaytonning tarafdan kelgan bo'lsa, undaqda aqlni ishlatib Tangrini tonish qandoq mumkin? Xato bo'lamdi yo? Aql bilan Tangrini tonig'ili bo'lmaydi. Mumkin emas. Aql bilan Tangrini tonig'ili bo'lmaydi. Nima uchun? Nima uchun desak? Masalan, yeni bovoqqa qaytaylik. Mushu misolda ching turib biz aql haqidagi mulohazamizni yurgizsak, meningcha Uyg'urlarningki o'ylash usuliga yaqin bo'ladi va aqlni tushunishda cho'ng rol o'ynaydi deb qarayman. Shunga shu bovoq misolini qo'yib o'tmaylik. Bovoq tuyg'usi bilan biladi. Aqli bilan emas. Tuyg'usi bilan biladi. Endi bovoq tuyg'usi bilan bilganligi uchun u onasini aql ishlatmay tunuydi. Endi bovoq mushu tuyushida
hemmeni bir tuydu. Yani bir körüdü, bir oylaydı, bir dep ankırdı diyemeymiz. Çünkü bu vakta akıl an bulmagandakin. Akıl nime bu vak? Özü bilen, hem de bu vakının özü yok. Biz bu yerde özü de turuşka mecbur bolamiz. Aşı bu vak bilen, bu vak ana bu birlikni haçılamaydı bu vakının tuygusu. Ha. Haçılamaydı bu birlikni. Ha. Ben manda düşündüm azı sözünüzde. Bu vakının şu çağda tuygusu özü aş payda bolgandan tartip anının rayamı da. Ta ki kucakka düşüp akıl bilen rızıklanğıcı bolgan Allah'taki pak tuygusu da özü ve etrafındaki kainat bilen ayrım emasligini his qilib turdi demekçi. Ben işte düşündüm deyapman. Elbette. İnayet yakşı izahladınız. Şundak. Yani birlik davamlıq buludu bu vakta. Aşu Yani bir tam sunun dengizdeki hissiyatı ekan. Doğru. Bu ayrım emas. Yani bu vakt anısıdın mı, etrafıdın mı ayrım emas. Bir de. Bu vakt bir de. Hem bu vakt ve başkalar anısı hem bir. Mana şu bir. Mana şu birlik tuygusu eni emas, akli emas, birlik tuygusu. Mana şu birlik tuygusu cennet tuygusu. Mana şu birlik tuygusu iman. Endi şu birlik tuygusu yo'qolganda siz özünüzni ananızdan ve etrafınızdan ayrım körüşki başlaganda siz imanınızı yo'qotgan, tuygunuzni yo'qotgan, cennetinizni yo'qotgan bo'lasiz. Bu xuddi şu Ademning cennetdan chiqishi bilan o'xshash variant ko'rinyapti bana. Elbette. Ben şunun işaret kılıvatımen elbette. Şuna bu günah. Şuna Kur'an'daki ve bil valideyni ihsana degan ayetni hazırki kegiçe Kur'an tefsirçileri o'rinliq tefsirlab bo'lolmadi. Nima uchun desiniz? Ve bil valideyni ihsana degan söz onun aldıda nima keladi? Siz yaxshi bilasiz. Allah keladi. Yani Allah bilen ata ananı Kur'an'da davamlıq ta'kidlaydi. Şununla ihsan yani yaxşılık qilish, xeyr sahabat qilish. Bu ma'na nima desiniz? Aşu bovaqliqingiz, sizning aşu bovaqliqingiz özlükingizni qayırıp qo'yib sizga kelgan vaqtida siz anandan keyin ata-onangizga ve Tangringizga, Allah'a ihsan qila olasiz. Yani bu ihsanning ma'nosi bir ko'rsiz. Hammani bir ko'rsiz. Siz ata-onangizni bilan bo'lgan birligingizni, siz ata-onangizning Allah bilan bo'lgan birligini ko'rsiz. Bilisiz, tuyusiz qayta. Mana mushu ihson. Eng büyük, eng ulug' ihson. Mana mushu ihsonni Kur'an davamlıq ta'kidlab turadi. Hatta bunun misalini berey. Mesela Nimi Suresi'de, Kehf Suresi'de Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam bilen gitip berip Hızır Aleyhisselam bir balını öldürdü.
Şunun bilen Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan soraydı, sen bu balını öldürdün, sen günah kılmadın mı hazır? Diğer vaqtida anandan keyin Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamga keyin, mush vaqadan keyin vaqani o'tkazgandan keyin shu vaqaninki nim deymiz, Yişimini verir. yeshimini, hikmetini so'zlagan vaqtida Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamga balaning o'ltirilishini mundaq tushuntirdi. Deydi bu bala çoğaygan sırı bütün günahlarını dadısıdan gördü, o da atanısıdan gördü deydi. Şuna bunu men öltegenden keyin anından keyin bu balının atanesi günahsız, günah duygusu yok bir balığı ega boludu. Mana mushu balının ata-anasiga qilgan ihsoni deydi. Endi mushu ihson nima desak biz, demak siz o'zingiz deganda hozir biz aqlda tutib turaylik, ongda tutib turaylik, eningizni, aqlingizni, ya'ni shu birlik Alloh bilan bo'lgan, hamma bilan bo'lgan birlik tuyg'ungizni yo'qotishga sababchi bo'lgan aql va ongni o'ltira olsangiz, yo'qota olsangiz, siz anandan keyin ota-onangizga ihson qilgan bo'lasiz. Va shundaqla Allohga ham ihson qilgan bo'lasiz. Ya'ni Allohga Allohning haqiqiy bandasi bo'lgan bo'lasiz. Ya'ni Allohga qaytgan. Bunu balı terbiyelatkan, ata-onalatkan insanların amelinin beşidi var. Balığa terbiye kılış jarayonida özümüz nurg'un narsa öğrendiğimizde. Mesela bazen narsalarni bunu nimishqa cho'ng saqlaysan desa bu mening deydigan javobni beradi-da, bag'izimizda balaga. Mesela. Albatta. Bu mening o'g'illik uchun men manda qilaman, asrayman, yoki saqlayman, bermayman bunga deydi-da. Bu mening degan chambirak, ben şunu vallahi tushundirish jarayonlarida men o'zim bir tarafdan his qilyapman, bir tarafdan tushundirib o'tganda. Mening degan chambirak undaqda avval sen nimani mening deysan? Oldin kelgan tomoqnimi, usham kelgan kiyimnimi, ya uygan yerlaringmi, ya topqanlaringmi, nimani mening deysan? Sen tepkiga chiqsan, mening oilam deysan. Ma'lum mening ma'lum deysan. Davlat mening davlatim deysan. Agar Mars chiqib qolsam, ishoratchilarga yoki boshqa planetlarga mening planetim deysan. Demak, bu meningning chembiriki qancha kichik bo'lgan sari boshqalarga beradigan foydang ozlab ketadi. Bag'ing kelmaydi. Shunga u hamma narsaga mening tuyg'usi bilan qaragan vaqtingda sen atrofingga hech narsaga ziyon qilmaydigan odam bo'lsan deb tushuntirish bo'ladi-da albatta. Nimalarimizda. To'g'ri. Dan mushu yerda hozir sizning tushuntirishingiz bilan ihson va birlik tushunchisida shu men shu atrofimdagi sheylardan va hayotdan va boshqa narsalardan o'zimni ayrim solmagan vaqtimda mas'uliyatsizlik qiladigan bo'ldi ekanman shu. To'g'ri. Ya'ni shu ko'yinmaydi ekanmiz, zinaga nima o'tib ekanmiz-da. To'g'ri. Parvo qilmay. Lekin uni shu bir tuyg'a vaqtning o'zida bu odamdan faqat yaxshilik chiqishi kerak ekan shu joy. Hamma narsaga. Chunki o'ziga qanday qilsa u boshqalar ham shunday qiladi-da. Men o'zimning o'zlik tuyg'usida, ya'ni mening degan tushunchasi bo'lsa, menmi uning, umi mening. Ya'ni birlik tushunchasi bo'lgan chog'da. Bu ayrim tema, ammo men aqlga qaytib kelsak. Ayrim tema emas. Aql bilan munosabatlik biraz burun biz aql haqida so'zlab, masalan, aqlning yoki ongning aqlninki men ikki alayligini dedik, masalan, Qur'on eskartgan. U bo'lsa-mu birinchisi o'lmaslik, yana birisi igidorchilik deb. Hozir siz dedingiz, masalan, mening degan so'zga qarang. Mushu mening degan dastlabda Adem aleyhisselam şeytanning vasvasasi bilan ma gavdini mening degan.
Mana mushu igidorchilik dastlabki gunoh. Şuna Qur'onda to'limi ko'p eskartiladigan narsa lillahi ma fis samawati val ard deydi. Ya'ni osmonlardagilar bilan yerdagilarning hammasi Allohning. Bu oyatning ma'nosi shu. Tarjim qilsak so'zmi so'z hatto. Bu nima deganlik desa, sizmi, menmi, ma badan, mening badanim, mening qo'shbatnoshligi, mening badanim. Bizden emas. Bu Allohning mening emas. Chunki bu badan, ma gavda yerdagilarning biri o. Xuddi oyatda degan osmondagilar bilan, osmonlardagilar bilan yerdagilarining hammasi Allohning degandek, ma badan, mening deydigan ma badan yerdagisi bu Allohning, mening emas bu. Endi shu badanni, shu gavdani mening degan vaqtimdan boshlab men Allohga osiylik qilgan bo'laman. Allohning mulkini mening davogan bo'laman. Ya, shunday bo'ldi. Mana mushu aql. Mushu ong. Bu yolg'on. Ama mishada o'xshash aqlni ishlatib turib, bu mening degani bilan o'xshash aqlni ishlatib turib, mening emaskan degan natijaga chiqib opurdi bu aql. Ular aqlning nima gunohi? Yo'q, aql opolmaydi mening emaskan deganiga. Aql opolmaydi. Tuyg'u turdi, tuyg'u. Ya'ni Qur'ondagi al-fuad yoki al-qalb, qulub mushu opirdi. Hergiz nima opolmaydi? Aql opolmaydi. Shunga bağlash, bizning hozir ikkinchi tilga o'tsak, bağlash opolmaydi. Buningga bağlash jarayon yeshish opirdi. Yeshish. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida aql ong opolmaydi, tuyg'u opirdi. Ya'ni biz ashu bu vaqtimizdagi, ya'ni ashu nasirida vaqtimizdagi ashu tuyg'umizni qaytirib akasak, ashu esimizni qayta aslasak, asliyaliga vaqtimizda oningdan keyin hammaning mushu mening degan tanningmi, badanning, gavdiningmi mening emas, Allohning ekanligiga chin tutamiz. Tuyg'u bilan chin tutamiz. Hergiz aql bilan emas, ong bilan emas. Bu yana bu qalbning zotiga aloqador tarafga o'tib ketib qoldi ekanmiz, unda olsa. Tuyg'u o'tamiz. Tuyg'u degan bu hozir hamda shu nima deymiz, zakot dedik-ku biz hozir zakot deb. Ya'ni zeraklik. Ya'ni eng oxirida shu tuyg'uga boradi. Masalan, intelligence inglizchadagi. Intelligence'dagi intel. Nima degan gap? Tabiiy. Ya, tabiiy emas. Okey, buni keyin nima qilaylik? Ishqilib. Ya'ni aqlni so'zlagan vaqtimizda, aql haqida gap qilgan vaqtimizda yana bir tarafdan tuyg'uni yoki o'yini tang apmangmasak, u chog'da aqlga muvofiq o'rnida aniqlama, haqiqiy aniqlamasini berolmaymiz aqlning. Shunga mush ikkisini undaqda aql yolg'iz tek narsa emas ekan unda. Boshqa funksiyalar, masalan, tuyg'u va boshqa narsalar bilan birlashib turib harakat qildi ekan. Ya, unisi aql narsa emas. Biz biroz burun dedik. Masalan, narsa tashladimda, mushundaq sistem ekan yani. Yo'q, aql hergiz masalan aqlni bağlash desak, hergiz u yeshish emas. Yeshish boshqa, bağlash boshqa, aql boshqa, o'y boshqa. Ong boshqa, tuyg'u boshqa. O'xshamaydi bular. Ya, bu ikki narsa. O'xshamaydi. Farqlantirish kerak bularni. Ya'ni aqlimizni ishlataylik bunda, farqlantirish.
Aqlning to'nish jarayonida bayatın kichik vaqtimizdan tortib bu bolalarga o'zininki tavalligi va boshqa taraflardan turli singdirildi, o'rgatildi maktablarda dedik. To'g'ri. Yo'q u. Aqlning nimasiga qarab baqsaq, u dastlabda farq etishdan boshlansa agar farq etishdan. Ondan keyin uning baribir kengayib cho'ng'aygan sir deydi, bu kichiklikdan cho'ng'aygan sir deydi. Aqlim shunda bo'ldi ekanimda. Ahudi bola kichikligidan cho'ng'aygandek, aqlim asta cho'ng'aygan siri o'rganadigan narsa, biladigan narsa jiqoladi ekanda. Jiqiydi ekan yani. Albatta. Demak, bundan xulosa chiqarish bo'ldiki, aql o'rgangan siri ko'paydigan narsa degan narsa tushundim. Shunaqmi? To'g'ri. Undaqda tuyg'u unda emasmi? Yo'q, tuyg'u undaq emas. Tuyg'u undaq emas. Tuyg'u tabiiy bo'ladi, hech o'rganilmaydi. Tuyg'u tabiiy narsa. Albatta tuyg'u dedik-ku, biroz burun bolanikida agar aql o'rgangan siri ashtaq qiliqi kuchaydigan, cho'ng'aydigan narsa kelganini tushungan bo'lsak, undaqda hayvonlar misol olgan qirindoshlarimmi shu kalsutmatga shu hayvonlarningmi ba'zan narsalarni tadrijiy o'rganib, zamonga moslashish iqtidorini namoyon qilgan nimalar borda, o'rnaklari bor. Tadrijiy o'rganib degan gap bo'lmaydi. Hayvonlarda undaq proses, undaq jarayon bo'lmaydi. Hayvonlarda tabiiy xususiyati bo'ladi, shu tabiiy xususiyatga ergashadi hayvon. Uni tajriba, masalan Kamil Tursunapani o'tganda deganidek tajriba degan so'zlarni keldi hayvonlarga. Hayvon bilan tajriba bu ikkisi birga keladigan emas bu. Tajriba. Hayvon tajriba qilmaydi. Gollandiyaga kelsak, shu hayron qoldiqda bitta jiptatib qo'yaqliq. Etizning cho'rilariga bitta jiptatib qo'yaqda. Dastlabida uningga tok yurib yaqin kelsa tibadigan qilib deb ajdan ko'ndirdi ekan. Shundan keyin uning yaqin kelmaydigan qilib qo'ygan ekan, tokni tartibdi ekan, tok ishlatmaydigan bo'ldi ekan. Kichik tug'ilganlari onasining kelini ag'ishib yurib, uni atlab boqmaydi ekan. Xuddi iliqma Hindistonda pilni kichik vaqtida tartib zanjirda bog'lab cho'ng qilib, keyin bitta og'amdan so'rab yurgandek ishkinda u shu soatida etizga chiqadigan soati, qaytadigan soati kalla. Andan keyin yem xashakning vaqti qaysi kuni, qaysi soatda, qaysini yeydiganligi, ichadiganligidan tortib hamma narsani bular sistemani o'rlashtirdi ekan, mana bu gollandiyalik boqmichilar. Bizlar havo qarabdan bugun chiqmaydi deymiz-ku o'tloqqa. Buni qayonga bilan ishi yo'q, ijro qiladi. O'zimi ajdar, hatto yuguradigan musobaqalarga chiniqadiganlar bor, yugurib turib, kunlik manchilik yuguraymi yoki hafta manchilik yuguraymi. Qavosim yuguraydi. Yomg'ir bo'lsin yuguraydi. Hammada kunlikni tugatisman, rahat ishim bo'lmadek yuguraydi. Muhitlan kari yo'q yani. Hayvonni ajnaq tarbiyalaydiganlar ritmliq. Shuni bilan u bizning vatandagidek erkin tartibsiz cho'ng'olganlarning nazarida bu o'rgangan maxsus bir yerda o'qib kelgandek tuyuldi ekan. Aslida uni ajnaq ko'ndirgan bo'ladi ekan. To'g'ri. Bularga shu nima jarayoni hamda bunda bir normal tartib. Masalan, qog'iningki xususiyatidan foydalanib turib, Shvetsiya qatorliq ba'zi ilg'or davlatlar ma'lum bir yerga tamakining qoldiqlarini tashlasa, ishidan don chiqadigan qilib, ashta sistemni o'rnatib, qog'ozni shuni ko'ndirib, tozliqchisini onda ishlatganlik xabarlarini ko'rdik-da. Yani buni shu qog'idagi aql demaymiz. Diyelimmi, deymamdiq? Yo'q, aql emas. Qog'idagi aql olmaydi. Masalan, uni nimaga qaraylik? Masalan, buvoqqa qaraylik. Buvoq masalan udulla, tug'ilibla onasining amchigini topadi deyolmaymiz. Undaq emas, buvoq undaq qilolmaydi. Yo'q. Mağan ekan onasi berib onu emdirdi shu. Lekin hayvon unda emasda.
Tushib bilan mangadi u. Ya, okey. O farqlarni demayli, lekin biz bu yerda deyotganimiz, masalan, aş bovaqninki, masalan, onasining emchigini bilmisimu, tapanmisimu, lekin şu anasi emchak sağğa vaqtida shuni emadiganligi. Buni bovaq bilemdi bilmemdi. Bilidi. Bu bilim nereden keladi? Aqldan kelamdi, bovaqning aqldan kelamdi yoki bo'lmasa bovaqninki tabiiy xususiyatdan kelamdi? Tabiiyatidan keldi. Albatta, tabiiy xususiyatdan keladi. Shuningga o'xshash hayvonlarning siz hozir bergan misollaringizdagi hammasi buni mushu. Ya'ni bu tabiiy xususiyatninki natijasi, jarayoni. Endi biz buni so'zlasak, bunda so'zlab kelsak, nima deb chechilib ketamiz. Xo'sh, yig'lanmaymiz aqlning aniqlamasiga. ha. Lekin bütün feylasuflar, men biraz burun aytgandek shoirlar va payg'ambarlar bergan aniqlamadan, aqlning nimasi aniqlamasidan, masalan, Kantni alaylik, Immanuel Kant, Germaniyaning feylasofi. Kantmi aqlga bergan ta'birda, masalan, aql muayyanlashtirudi deydi. Yoki mundaq aytgan vaqtida chek qo'ydi deydi. Aqlning vazifasi, aqlning qiladigan ishi chek qo'yish. Ya'ni bu nima deganlik degan vaqtida, masalan, musofa aqlning kashfiyoti. Amaliyotda tabiatda musofa yo'q. Tabiatda musofa deydigan narsa yo'q. Araliq, ya'ni araliq deydigan narsa yo'q tabiat. Lekin buni aql kashf qilgan. Qandoq kashf qilgan desa, aql mushu koinotga yoki mushu reallikqa, ko'z oldidagi mushu reallikqa ikki nuqta qo'ydi. Ikki nuqta qo'ydi, aql qo'ydi. Ikki nuqtani yo'q nuqtadan ikkini qo'ydi. Amaliyot bu ikki nuqta tabiatda yo'q. Biz tabiatda atab turaylik koinotdan, ya'ni tabiatda yo'q. Lekin aql mush ikki nuqtani qo'yib, mushu ikki nuqtaning oralig'ini musofa deb anqiradi. İnsan. Mana mushu anqirish, mushu aql. Aql. Yani mushu musofa, hozir davatımızga mushu yo'q ikki nuqtani qo'yib, mushu ikki nuqtaning oralig'ini kashf qilishi aqlning, bu aqlning ishi, bu tabiiy narsa emas. Tabiatda na ikki nuqta bo'ladi. Tabiatda na ikki nuqtaning oralig'i bo'ladi. Tabiat degan bir butun narsa bo'lsa, mana mushu aqlning ishi. Yani aql mundaq aytib qoldi, cheklashdan boshlaydi degan gap. Yani aql chek qo'yadi. Mana mushu nuqtani chin tutishimiz kerak. Shundaq bo'lgan vaqtida butun chek eni, insondagi chek eni bu aqlning kashfiyoti. İnsan aqlining insonga taqdim qilgan bir mo'jizasi, ya'ni chek degan. Amaliyotda tabiatda, koinotda chek deydigan narsa bo'lmaydi. Bu yana biraz sal murakkab tuyuldi bana. Tasavvur qilmoqim biraz ters geldi. Undami? Bağlash degan so'zni qaytla mencha. Bağlash. Aha. Chunki bu shu aql bilan tuyg'uni, ya'ni aql bilan zakoni. Zaka degan so'z Uyg'urchada ziriklik, zekilik shaklida ishlatildi. Zaka turkchada ekan, ammo o'zbekda keldi, shu yaxshiroq keldi. Zakoni yeshish
aqlni bağlaş dedik. Doğru. Bağlaşni bayatınki münasebetlerini, sebepni neticege bağlaş. Sebepni sebepke bağlaş arkalı bu neticege bir iş. Jaryanlar oldu da. Bağlaşның özüme çep koyaşken. Hazır. Siz de aytkan narsa ekan. Bağlangan demek başkadan ayrıldı degan gap o. To'g'rimi? Albatta. To'g'ri. Undaq yeshish ash tabiiylikka qaytirish bo'ladimi? Albatta. Hozir bir butunlik qaytirish shaklida. Albatta. Masalan, Men shu. Ha. buni masalan hozir Uyg'urlar masalan ikki bir yeni ilim bo'lgan 20-asrda 20-asrning o'ttirlaridan boshlab avj olgan masalan biri tilshunoslik, yana birisi qurilmachilik. Mushu ikki ilimdan üçüncü bir ilim kelib chiqdi. Masalan, uni nima deb atadilsa cho'mchilik. Ya'ni qurilmachilikning aksi cho'mchilik. Qurilmachilikning aksi cho'mchilik deb turaylik biz ham. Chuvish nazariyasi. U qurilma, qurish nazariyasi, qurilma nazariyasi. Endi mushu ilimlarga qarasak, bu ilimlar mush ikki qurilmachilik bilan cho'mchilik ikkisining kelgan manbasi tilshunoslik. Tilshunoslikdan kelgan. Endi bu ikki ilim tilshunoslikdan kelganligi tilning masalan alaylık bir sözninki hazır söz seviyesinde turaylı bir sözünün mesela söz tomuru oludu. Aşı tomurga koşuluş arkalık adamdaki başka sözler yazılıdı. Mundaq aytqan vaqtida bu yerda bir xil bağlaş yoki qo'rashtirish jarayoni bo'ladi. Bağlaş yoki qo'rashtirish jarayoni bo'ladi. Endi mushu bağlaş yoki qo'rashtirish jarayonini tadqiq qiladigan ilmni bular andan keyin qurilmachilik deb atagan. Qurilmachilik. Şuna her qandaq narsaga bu ilim qurilma süptida muomala qiladi. Şuna haqiqatmi qurilma bular uchun. Haqiqatmi qurilma. Şuna bular bu haqiqatni qandaq qurilganligini tadqiq qilish orqali andan keyin uning aksiga o'tib haqiqatni chuvish degan mundaq bir tefekkürge erişip anından keyin çoğumchilik degan nazariya kelib chiqqan qurilmachilikqa yondosh shaklda. Endi mushu ikkisini biz ching tutib turaylik. Birinchi bağlash bilan chuvish, yeshish, yana birisi qurish bilan chuvish. Shunda bo'lgan vaqtida aqlning ishi bağlash yoki qurish. Bağlash yoki qurish. Chuvish nimaning zakaning yoki zeraklikning ishi yeshish yoki chuvish. Shundaq bo'lgan vaqtida qurilmachilik yoki bağlash yoki aql oldi bilan ko'pni ko'radi. Ko'pni ko'rib, andan keyin bir-biriga bog'laydi. Tanlab ekelib. Munosabatlashtirib, bir-biriga bog'lab, qurib chiqadi. Mundaq aytgan vaqtda bir butunni qurib chiqdimi deyli, masalan, qurib chiqadi. Endi zeraklik bo'lsa, zaka bo'lsa, bu endi bir butunni chuviydi, yeshidi.
Şuna zeka yoki zeraklik aqlga o'xshash ham ko'p ko'rmaydi dastlabda, birini ko'radi. Bir ko'rib, andan keyin shuni andan keyin chuydi. Bundaq vaqtda ko'p ko'radi. Ko'pga aylantirdi, chachidi. Avu jiqqan bo'lsa, mavu chachidi. Şuna hatta bizdeki şairlerimizmi, mesela nimaga o'xshash, Hoca Muhammed'ga o'xshash shoirlarimiz masalan mushu jarayonlarni tuygan bir shoir bo'lish sifati bilan masalan Hoca Muhammed mundaq bir beytni yozgan masalan. Bir desang ko'p bo'lib chechalarman, yani bir desang ming bo'lib chechalarman, ming desang bir bo'lib yig'larman deydi Hoca Muhammed. Endi Hoca Muhammed mi bunu nereden aldı dese, Uygurlarning klassik shoirlari bo'lgan masalan, bizdeki şu klassik shoirlarimiz, Çağatay davridagi shoirlarda, uningdan burungi, uningdan keyingi klassik shoirlarimizning asarlaridan shuni o'qib, shuningdan tuygan Hoca Muhammed. Mushu jarayon. Endi en addi misal versek bunun gibi mesela nimenin misalını verelim. Mesela bir tane erdim, ming tane buldum degen. Mesela Hoca Muhammed bana muşundak beyitlerini, klasiklarının beyitlerini okup tuygan bir tuygusu Hoca Muhammed'ninki. Muşu tuygu arkalık bizge bağlaş bilen yeşişinin bir bilen köpnün münasebetini bizge tushuntirib berdi Hoca Muhammed shoirlik. Endi biz muşu sohbetimizde aql haqqidami mana mushundaq bizninki yani Uyg'urlarninki medeniyetidan, tefakkuridan, o'ylash usulidan chiqish qilib turib aql bilan zakoni tushunishimizga to'g'ri keladi. Endi aqlning ko'p ko'rdiganligiga erishimiz bu yerda. Chunki u bog'laydigan bo'lganligi uchun, birining sababini yana biridan izlaydiganligi uchun aql ko'p ko'rdi. Endi bu zeka yoki zeraklik bu oldi bilan bir ko'rdi. Mana mushu zeka bilan yoki zeraklik bilan aqlning farqi. Ko'p ko'rish bilan bir ko'rish. Anandan keyin mushu asosda bog'lash, turish, yo bo'lmasa yeshish, chuvish ketdi bu. Endi Aşı təxmin aşı temada elan qılınan bağlaş və yeşiş degəni ən süzük, düşünüşlük, ixcham nimisi ekan, aniqlamasi ekan. Bariq misollarga nazar salsak hozir. Biz ama odamlarimizda aqlni davron qilamiz, lekin mingini charchitib, aqlni ishlatishdan biroz o'rincho biz. Ko'nmaylashga. Quruq parang anglaymiz, jidal majra anglaymiz, kulki chaqchaq anglaymiz, yengil so'zlarni. Lekin biroz so'zliklarga bog'lashlarni qo'shish orqali oddiy so'zlarni murakkab shaklda ifodalaganini anglasa qochimiz bundan. Yani kishi yo'q odam so'ngga qochi yemagandek qochimizcha, kuchimiz yetmaydi. Ya yutib meydimizga ig'i kelib, sezim qilolmaymiz. Shunga o'xshash o bayatınki elinğen mezmunlardaki, misallardaki mezmunlarının köpüncüsünden biraz qo'rqadigan mezmunlardan o'ttirib chiqib qoldi. Bo'lsa amal var, real turmushimizga, dehqon turmushidagi narsalarga bog'lab turib tushundirish, tirishib baqsa o'g'dak deb o'ylab qoldim men.
Boludu. Çünkü ideologiya bu basqıçlar biraz yüksek basqıçça bu. Hı hı. Ondan keyin bu akıl ve tefekkür bu biz için emmelen universal bir ilim bo'lganligi uchun amal va buni kishilar qo'rqmaydigan misollar bilan yeshiktirsak universal yuqorilarniki degan nimaga keldim hozir bayaqam tushunishlar. Men biroz hafizlashib boqqan, izlanib boqqanligim uchun menga pek yot kelmadi. Lekin qo'rqadigan tarafları var. Biz o'tmishimizni eslasak, o'ttirib qo'yayotgan nurg'un fikrlardan qochgan, qo'rqitilgan bo'lganligimiz uchun. Hı hı. Shunga amallar real turmushga bog'lashga tirishsak, aqlni bog'lash xarakterli, ya'ni sabablarni bir-biriga bog'lash, mushu aqlning roli desak, zakiylik uning ta'siri bo'ldi ekan. Hı hı. Munosabatlarni yechishni tushuntirdi ekan. Ajda oddiylashtirib tushunib olsak, o'sha bo'ldi ekan deb o'yladim. Hı hı. Zekiyning boshqa aql bilan farq qiladigan boshqa taraflar bormi yoki ro'shan farq faqat shu birmi? Başqa taraflarımı var. Mesela bunu hazır tilimiz bilen etqa vaqtimizda mesela biz insanda 5 sezgi a'zosi var. Ha. 5 sezgi a'zosi var. Biz mushu 5 sezgi a'zomizga tayinib şeyilerini konuşup başlayımız. Bayqaymiz. Bayqayımız. Körüp, anlap, burap, ketib, to'p. Undaq qo'y. Aql dastlabda mana mushu 5 sezgi a'zoga tayinadi insonning. Biz hissiy bilish, aqliy bilish deb ataymiz. Amaliyat aqliy bilishning dastlabki bosqichlari hissiy bilish. Ya'ni mushu sezgi a'zolari orqali. Qur'onmi bakchiq askartudi buni masalan. Mushu anglash, ko'rish, albatta purash, tetish, tutishlarni demaydi Qur'on, lekin eng asosli bo'lgan ko'rish bilan anglashni ko'p ta'kidlaydi. Anından keyin uningga tuyishni qatidi Qur'on. Yani yürek, qalbni yoki fuat deb qalbni, ko'ngilni qatidi. Endi biz buni qo'yib turib, mushu sezgi a'zolariga kelsak, mushu sezgi a'zolari, 5 sezgi a'zosi orqali insonning masalan mushu sezgi a'zolar tabiiy, ya'ni Allohning sizga bergini. Masalan ko'rish bu iqtidor insonning iqtidori emas. Bu ilohiy iqtidor. Bu ya'ni Allohning sizga bergini. Şuna o'xshash boshqa sezgi a'zolarining hammasi. Lekin mushu 5 sezgi a'zosiga tayangan holda ba'zi narsalarni biz bilmaymiz. Biz mushu 5 sezgi a'zosiga tayinib bilinmagan narsalarni Qur'onmi shundoq deydi va boshqa faylasuflarmi shundoq deydi, shundoq tushundirdi. Shoirlarmi tarixini tatib shundoq tushundirgan. Bu tuyg'uga tayiniladi bu holatda. Mushu tuyg'uni hozirgi zamonda 6-cı sezgi a'zosi deb atagan. Mesela insanda 6-cı sezgi a'zosi yo'q. İnsanda 5 sezgi a'zosi bor. Lekin 6-cı sezgi a'zosi deb atagan mushu sezgi a'zosi tuyg'ushi. Endi mushu 6-cı sezgi a'zosi, mushu tuyg'u yeni tug'ilgan bu vaqtda batdi. Keyin bu vaqt onu yo'qotib qo'ydi. Yo'qotib qo'yib, ma 5 sezgi a'zosining faoliyatiga bog'lanib, mushu asosda aningdan keyin
aqliy tafakkurga o'tib ketadi, aqlga o'tib ketadi, ongga o'tib ketadi. Shuning bilan tuyg'usini Alloh bergan shu tuyg'usini yo'qotadi. Ya o faqat bu vaqtlam emas. Mesela yeni bir yerga borgan vaqtida insonda hamma narsaga sezgulik bilan qaraydi. Shu sezgi a'zosidan boshqami tuyg'ularmi nayta shu qaramay o'tib ketgan narsaga inchik qaraydigan bo'lib ketgan odam. Hamma narsaga qarab kichik bola vaqtidagiga o'xshash darajada shunda tuyg'uda bo'lgan o'sha yangi bir makonga kirgan vaqtida. Va bir mezgil yashagandan keyin o'zi yangi kelgan chog'da atrofidagi odam aylanib o'tib ketgan, ba'zi o'tib ketgan bo'lib ketgan. Ya'ni u chog'da tuyg'u bilan bag'an sir xulqtishab, yangi makondagi dastlabki tuyg'ular yo'qolib, o'zlashgandan keyin uni his qilolmay, tuyolmagan bo'lib ketgan yani. To'g'ri. Men buni yashab o'rganda, yashab his qildim. Tuyg'ular Tuyg'ularni boshqa qistirib qo'ydim. Demakchi o'g'lim, tuyg'uning yo'qolib ketishi bolalikdan emas. Normal bu cho'ng holatimizda tuyg'u paydo bo'lib, ya'ni yo'qolib turdi ekan. Tuyg'u degan bu tuyg'u degan yo'qolib ketib, tuyg'u degan shu teningizda, shu tanda, teningiz deb qoldim. Endi shu tanda gavdida siz mening deydigan shu gavdingizda yoki men mening deydigan shu gavdamda bu tuyg'u bor. Lekin bu besilib qoladi. Buni nima besib oladi? Bu tuyg'uni nima besib oladi? Aql besib oladi. Sezgi. Aql besib oladi. Aql ong besib oladi bu tuyg'uni. Shuning bilan siz Allohning ne'matini unutsiz. Mana shu Qur'ondagi davomli innal insana la qalilan ma yashkuru degan antum qalilan ma tashkurun deydigan Qur'onda masalan. Shunda oyatlar bakchiq. Ya'ni Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi inson. Rahmat etmaydi. Nima uchun deganda mana mushu. Chunki u Alloh bermagan, shayton bergan deb turib ketaverayli ya'ni. Bergan ashundaq aqlning dastidan o'zining iloh Alloh uningga bergan shu tuyg'udak ashundaq ne'matni unutuydi yoki bo'lmasa uni kumbitidi. Ya'ni aqli bilan, emi bilan kumbitidi, bostiribdi. Mana bu şeytanın onuğa nefsi degan so'zni alsak bo'lmasmi? Özlük, nefsi desek, özlük desek bo'ladi asli. Aslida özlük bu. Nefsinin kendine kirip desek, sen nefsinin vesvesesinden desek, çünkü şeytan desek, şeytanın bizden düşünüşümüzde bizge sığdırılgan şeytan ufkuma bizden ayrım bir nefsi. Lekin nefsi desek, nefsi özümüzün içinde. Asıl şeytanı özümüzde bizde var. Bizim kan tomurimizde mana da o. Şu an bence nefsi desek ve gerek özümüzge işçimizde bulurken hava. Şeytan bağlamaydı. Şeytan demeyin. Sizin sözünüzge koşulaman, lekin bu yerdeki nefsi degan söz Uyg'urchadagi nefs, Uyg'urchadagi nefs. Siz hozir davatgan bu nefs Arapça nefs emas. Çünkü biz mesela hatta Alisher Navoiy deylik, yoki bo'lmasa Shah Mashrab deylik, bular she'rlarda o'zlük deb aniq olgan. O'zlük deb olgan. Lekin ba'zi shoirlar bo'libmi, turk shoirlar ko'pincha, turk shoirlar nefsi deb oladi. Burunqi mesela shu nima deymiz, nimadak shoirlar masalan kim o? Yunus Emre'ye o'xshash. Bundaq shoirlar nefsi deb olgan, nefsi Arapchada. Ammo u o'zlük. Hamda nefs degan, Uyg'urchadagi nefs degan so'zning ma'nosini bilasizmi? Nefs degan bu nefsi bola deb qo'ymizmi biz? Nefsi bola. Nefs degan bu bir ochko'zlik, to'ymaslik, tek mushundaq bir
bir hevesni, havaya bir hevesni biz nefs deb ataymiz Uyg'urchada. U özlük emas. U özlükning bir tarkibiy qismi faqat. Şuna Yani biz özlük eğer nefsi dep alsak, şeytan dep ağan qaragan çağda kim ağan bolup kalmaz. hem çünkü şeytan degan aldı bilen mesela özlükni alaydı. Özlük degan bu söz. Özlükning terkibi qismlari 3. Yani 3'ten terkip tapıdı özlük. Biri an, akıl. İkincisi istek. Üçüncüsü nefs. Yani mundaq aytgan vaqtida mesela Aristotel Platonning Cumhuriyet degan yani kitabida mesela yoki fazilatli davlatmi deb olgan mesela tarjima qilgan Uyg'urchaga. Mesela shu Cumhuriyet degan kitabida Platon insondagi kuchni 3ga bo'ladi. Sivada 3ga bo'ladi. Biri aqliy kuch, boshning kuchi. İkincisi hissiy kuch, hissiyat kuchi. Bu başdan töven meyli tarafta, yani yürek var. Yani yürekni gösterdi, mundaq bir qavaqda. Anandan keyin nefsi kuch deydi. Yani bu qo'saq ve qo'saqning töven tarafı. Yani hava hevesler bilen qo'saq bunu nefsi kuch deydi. Platon bunu insanı üç kuchga ayırıydı. Endi şu üç kuchda özlük bunu şu üç kuchdan tarkib topgan bo'ladi. Shunda bo'lganda biri aql ve ang, yeni biri yürek tarafidan mesela istek, anonkin töven taraftan mesela açgözlük ve hava heves. Mana bu 3. Endi açgözlük bilen hava heves, yani qo'saqqa ve cinsi taraflarga münasebetlikni biz nefs deymiz Uyg'urchada. Kur'an'da nefsi emmare dep 3 xil nefsinin bir bayanı var mı? İsimde adı nefsi emmare. Lekin Kur'an'daki nefis bizning Uyg'urchadagi nefs emas. Bizning Uyg'urchadagi o'zlik. Mushni farq qilinmaydi bizda-ku, bizning bu ulamolarimiz, mollamlarimiz mushni farq qilinmaydi, chunki bizning ulamo mollamlarimiz Uyg'urchisi bak nachar ularning. Ular Uyg'ur tilida xam savodi chiqmagan Uyg'ur tilida. Shunga ular farq qilinmaydi, bilmaydi, o'zlik degan so'zni tushunmaydi ular. Bundaq bir qavaqda. Shunga nefs deb olib ketadi Arabchalar. Amaliyat ular Arabchaning nefs deganligini nima ekanligini bilmaydi, lekin shu nefs degan bo'lganligi uchun Qur'onda shu nefs deb o'tib ketadigan gap. Lekin shunisi aniqki, nefs degan o'zlikning 3 tarkibiy qismining biri. Qolgan ikkisi degan biri istek, sizning hissiyotingiz bilan munosabatlik istek, anandan keyin aqlingiz bilan munosabatlik aql, ong. Endi biz endi buni nimaga o'tgan vaqtimizda o'yga, ya'ni aqlning qarshisi o'y, ong bilan aqlning qarshisi o'y. O'y tuyg'u shu. Yani o'y endi yoki tuyg'u bu nimani bildiradi desangiz, o chaqda mushu o'zlikning 3 tarkibiy qismi bo'lgan, masalan, ong bilan aqlning qarshisida o'y bor. Anandan keyin istakning qarshisida so'ygu bor. Nefsning qarshisida shahvat bor. Mesela şehvet mi? Söygü mü? Oy mu? Tabii narsalar bu. Bu vaqti mı bor? Yangi tug'ilgan bu vaqti mı bor bu? Shu narsa. Shunga bu vaqtning onasining emchigiga etilishi, uni imishi, bunun hammasi shahvat bu. Shahvat jarayoni. Bu vaqtning shahvati. Bu vaqtning nafsi emas. Uyg'urchadagi nefs emas. Chunki
bu yerde bu vakti ne açgözlük var. Bu vakti ne havaya heves var. Bu vakti fakat şehvetli var. Tabi Allah bergen şehvet var. Yani bunda hazır tilimiz bilen ilmi tilde elip itqa vaqtida atomlar yani kimyevi ne deymiz? Reaksiya, Balkonuma kimyevi reaksiya deymiz. reaksiya, Atomlarning bir-biri kirişi, bir nemisi muşu şehvet emdi. Yani bu vaqtdagi yiyish, ichish shahvati bu hergiz nefs emas, bu hergiz ochko'zlik, havoga heves emasda. Anandan keyin bu vaqtda basi ma ikkinchi tarkibiy qismi o'zlikning yoki bo'lmasa nima deymiz? Şeytanlık. Canning. Evet. Özlükning qarisi jon hamda jonning. Evet. U nima desa, u so'ygu. Bu vaqt so'ygu bor. Evet. Lekin bu vaqt istak yo'q. Bu vaqt hech nima istamaydi. Bu vaqt so'ygu va istak yo'q. Anandan keyin bu vaqtda o'y va tuyg'u bor. Nima yo'q? Aql yo'q, ang yo'q. Akıl yok. Mana mushundaq ayirsak, u chaqda aqlning nima ekanligini tushunamiz. Şuna endi sizning gapingizni qaytgan vaqtida nafs emas, o'zlik desak, texmi aniq bo'ladi. Ham o'zlik degan mushu uyg'urcha so'zni biz tushunishimiz kerak. Biz Uyg'urlarning mayli ulamolari bo'lsin, diniy arboblari bo'lsin, Uyg'urlarning ziyolilari bo'lsin, tilshunoslari bo'lsin, Uyg'urlarningki faylasuf mutafakkirlari bo'lsin, shoirlari bo'lsin, men kesib ayta olaymanki, o'zlik degan so'zni tushunmaydi. Hatta masalan Asad Sulaymonga o'xshash bizningki olimimiz masalan o'zininki shu o'zlik va kimlik va o'zlik degan kitobi bor masalan. Shuningdek Asad Sulaymon, doktor Asad Sulaymon o'zlik haqida so'zlagan vaqtida o'zlik bo'lgan tushuncha, yani o'zlik bo'lgan tushuncha deganda biz masalan bizning klassiklarimizning tushunchasini deymiz. Mayli shoir bo'lamdi, filosof bo'lamdi. Shu klassiklarimizning o'zlik bo'lgan tushunchasining qarshisi, aksi bo'lgan bir tushunchani ko'tarib chiqdi masalan Asad Sulaymonga o'xshash bizning olimlarimiz, ziyolilarimiz. Shunga o'zlik degan bu so'zni, bu Uyg'ur so'z texnik aniqlanmadi, yaxshi tushunilmadi, to'g'ri tushunilmadi hozirga. Shunga biz aqlni tushunmaymiz, o'yinning nimaligini tushunmaymiz, aql bilan tafakkurni ayiramaymiz, nima deymiz, sezgi bilan tuyg'uni ayiramaymiz. Eng oddiysi sezgi bilan tuyg'u deyli masalan. Sezgi nima, tuyg'u nima Uyg'urchada. Buni ayiramaymiz. Sezgi degan tuyg'u emas, tuyg'u degan sezgi emas. Sezgi degan sezish degan so'zdan kelgan Uyg'urcha. Sezish, sezmak. Shuning bilan bizdagi 5 sezgi a'zosi degan so'z kelib chiqdi. 5 tuyg'u a'zosi emas. Bu tuyg'u degan sezgidan bir baldaq ustun turadigan narsa u. Chunki u tabiiy. Chunki u Allohning ne'mati tuyg'u degan. Albatta sezgimi Allohning ne'mati. Sezgi a'zolarim Allah bergan ne'mat, ko'rish, anglash, turash. Bu tabiiy iqtidor bu endi. Lekin o tuyg'u bizim atayımızga mesela 6. sezgi a'zosi deb atadik. Yani 5ning birikmisi bilan 6. Ma'u 5ning birikmisi desek mi bo'ladi? Yani bir baldaq ustun turadi. Sezgidan. Mushundaq atalg'ularni biz farqlantirmay, anqirmay, tushunmay, bilmay turib, yanala aqlning nimaligini bilmaymiz, aqlga haqiqiy aniqlama bermaymiz.
Hakikaten bizden alaqa nimeni düşünüşümüzge, ama şu ufkumlarını düşünüşümüzge işletivatkan sözlüklerimizni qalayınqan işletişten kelip chiqar ekan. Ay, misal bayatni siz misal berib ketgan sezgi bilan tuyg'u, Hı hı. aql bilan ong. Hı hı. Bu sözü ikkisi bizga bu qatam programda o'rgandikda oldin qatam. Hı hı. Yani bu şu her bir sözlükning asli ma'nosini, asli uqumini şu aniq tushunish bo'lsa, aralashtirmay o'zining yerida, o'zining vaqtida, Hı hı. o'rni va zamoni makoni deb ishlatishni o'rgangan vaqtimizda anadagi musofa degan gap yo'q dedik, lekin tushunish musofamiz qisqarar ekan. Doğru. Hem de bu yine mundaq bir mesele var. Hazır tefekkürün gipini qilamiz go bizning bu programımızda mesela akıl bilan tefekkür Bizcha deymiz. aqldan o'tolmay turib tafakkur chiqqan bo'lmaydi deb o'ylab, men shu aqlga tafakkurga Albatta, ya o'tmayman. men şu lekin men hozir ma bir gap qilmoqchi, şu an ma programımızın temasini ariyaga elib o'taman. He. Masalan, her qandaq tefekkür, insan tefekkürü tilsiz bo'lmaydi. Bu He. bu şu 19. asr emas, 20. asrda paydo bo'lgan tilshunos ilmininki eng cho'ng nazariyasi yoki yakuni nima desa til, tefekkür, til. Bu ikkisi bir narsa degan yakuni. Şuna siz tefekkür qılıvatımen degen haman, demek siz sözlerini oylavatkan bolasiz. Yani sözler Sözlerini ishlatayotimiz deb tushunsak bo'larkan. sözlerini işletivatsız, sözlerini qo'rashtiryapsiz, sözlerinin münasebetlerini yaratıvatsız degan gap. Şuna tefekkür qilish yoki o'ylash, tefekkür qilish sözsüz, tilsiz bo'lmaydi. Bundaq ekan, oldi bilan siz Uyg'urchani yaxshi bilmasangiz, Uyg'ur tilini, qandaqsiga Uyg'ur tilida yaxshi tefekkür qila olasiz? Yaxshi o'ylay olasiz? Bu mumkin emasda. Tefekkür undaqda o'zi eng yaxshi biladigan tilda ilib berilgan mashg'ulot ekan. Til mashg'uloti u. Tilda elib berildi emas, til mashg'uloti. Tefekkürning o'zi til mashg'uloti. Shundaq ekan, shu tilni bilmasangiz, qandaq qilib tefekkür qila olasiz? Şuna Uyg'ur tilini eng yaxshi bilganlar Uyg'urlarning shoirlari edi tarixdan buyon. Şuna Uyg'urlarning shoirlari eng yaxshi tefekkür qilganlar Uyg'urchada. Hatta bu Uyg'urlar emas, bütün milletler şunda. Şuna siz İngilizlarni eling. İngilizlarning o'liması olamdı, alimi olamdı, tabiiy fan alimi olamdı, matematik olamdı, tilshunos, nima bo'lishidan siyosiyoni olamdı, inqilobchisi olamdı, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Ular eng cho'ng ko'radiganni Shakespeare masalan. Shoiri ularning. Gretsiyaninki qadimgi Gretsiyaninki shu Sokrat zamoni, Sokratdan burungi filosoflarining biri Gretsiyaninki masalan Heraklitus. Heraklitusning shunda bir so'zi bor masalan deydigan. Noit büyük filosof Heraklitus degan. Sokratdan burungi filosof. Heraklitus deydi, men falsafani ikki odamdan o'rgandim deydi. Ikki kishidan o'rgandim deydi. Biri mening Grek tili o'qituvchim deydi. Grek tili o'qituvchim deydi. Yeni biri shoir deydi. Men mush ikki odamdan falsafani o'rgangan deydi. Heraklitus. Nima uchun bunda deydi desangiz mana. Biri Gretsiya, Grek tili o'qituvchisi, ya'ni til bilan munosabatli. Ikkinchisi shoir, til bilan munosabat. Falsafaning o'zimi til. Til
til bo'lmasa falsafa bo'lmaydi. Til bo'lmasa o'ylash bo'lmaydi. Tafakkur bo'lmaydi. Shuning bilan birga yana til bo'lmasa din, e'tiqod, iymon, tutun bu narsalar bo'lmaydi. Shunga Qur'ondami noit eskartilib deydi. Masalan, Qur'onninki til ekanligi. Shundaqli u ro'shan arabcha, arab tili bilan yozilganligi davomli ta'kidlab turdi Qur'on. Hatta Muhammed aleyhisselamның möcüsini til möcüsü deydi o. Şuna tilning ahmiyeti shuki her qandaq tefekkür ve oy tilsiz bo'lmaydi. Shundaq ekan, bulupmu Uygur ziyalileri, Uygur ölümaları, dini erbapları, Uygur tılıda pek kemçil. Şuna ulanın uyi, tefekkürü, mundaqcha bir qavaqda süzük emas. Yoki bir xil nima deymiz? Leyitilgan tefekkürde, leyigan tefekkür. Şuna biz şu aldığımız programımızda mı dep öttük mesela aqlning aniqlamasini bilish uchun oldi bilan biz aqlninki mustaqil degan so'zning etimologiyasini bilishimiz kerak degan gap shu. Shunga biz hozir bağlash va yeshish degan mush ikki so'zni ishlatishimizmi biz aql bilan zeraklikni, zakoni to'g'ri, yaxshi, o'rinliq, durust tushunishimizga ko'p foydali ikki so'z Uyg'ur tilida. Mushunga asosan biz mushundaq murakkab atalg'ularni oddiylashtirib tushunamiz. Endi murakkabni oddiylashtirib degan so'zni ishlatdik. Murakkab degan nima desa, chigish, ya'ni bog'lanib ketgan degan gap. Oddiy degan nima desa, yeshilgan degan gap. Mana mush so'zning o'zimi, murakkab va oddiy degan so'zning o'zimi bog'lash bilan chigish, nima yeshish bilan zid munosabatli. Shunga mushu jarayonni yaxshi tushunsak, menimcha andan keyin mushu jarayonga munosabatlik atalg'ularning aqlga o'xshash, zeraklikka o'xshash yaxshi tushunalamiz deb o'ylayman. Bir gap oldu ekan, o'sha bu yerda ko'rib, kallam o'shani qochilib olgan gaplardan birisi o'sha shexida pishmagan, qozonda pishmas degan bir gap bor ekanda, cho'nglarda. Shexida pishmagan, qozonda pishmas degan gap bor ekanda. Bu gapni o'sha nimaga ekilib o'zlashtirdim men o'sha. Ona tilida ham bo'lganning chet el tilim ham bo'ldi deya aytganda. O %100 bu albatta. Bizning ulamolarımızning çoğultulığımız şeyde. Ben uçukla devrime bu ekranda bizning ulamolarımızning çoğultuluğu, bizning ulamolarımız Uygur tilida çoğulta. Şuna ola imanida çoğulta, etiqodida çoğulta, dini bilimlerida çoğulta. Çünkü özünün tilini yaxshi bilmeyen bir adam qandaq qilib arabchani yaxshi biladi? Bu mümkün emas. Endi arabchani yaxshi bilib, arabcha o'rganib olim bo'lib ketgan bo'lsa, balkim arablarga olim bo'la olish mumkin.
Mhm. Lekin Uyg'urga bo'lanmaydi ekan shu yana. Chunki u Uyg'urcha bilmagan bo'ladi, shundaqmi? Ha, Shunday demoqchimi? ha, Albatta, shunday albatta, demoqchi. albatta. Lekin sizning aşı olim bo'lib ketgandimi u arabchani bilib deganingiz reallik bo'lmaydi, chunki u Uyg'urchani bilmagandan arabchani bilib ketanmaydi. Buni kesib etqili bo'ladi. Kesib etqili bo'ladi. Hmm. Mening tajribamdan deyapman. Men arabcha o'rgangan odam. Hmm. Lekin men Uyg'urchani yaxshi o'rgangan bir odam. Ha. Şuna men Uyg'ur tilida she'r yozgan, shoir bo'lgan. Hatto Uyg'ur tilida men Hmm. Uyg'ur she'riyatida bir davr bo'lgich bir hodisaning ijodchisi. Demak, mening Uyg'urcha tilim yaxshi bo'lganligi uchun men arabchani yaxshi o'rganadigan. Men Uyg'urchani yaxshi bilmagan bo'lsam, keskin kesib ayta olmaymanki, cho'qimki men arabchani yaxshi o'rganmayman. Chunki men bilan birga arabcha o'qigan Uyg'urlar, Xitoylar bor. Hmm. Damashq universitetida. Hmm. Ularmı o'zining tiliga yaxshi bo'lmaganligi uchun arabchani yaxshi o'rganmagan. Shunga o'zining tilini yaxshi bilmagan odam o'zining tilida yaxshi tafakkur qila olmaydi. Shuning bilan boshqa tilni yaxshi o'rganolmaydi-da, boshqa tildagi tafakkurni yaxshi tushunolmaydi. Qur'on arab tilidagi yuksak tafakkurlarning biri. U arab tilida yozilgan kitob. Arablarning o'zim tushunamagan o ba'zi. Arab tilida yozilgan u vahiy bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, lekin u arab tilida yozilgan, tutilgan bir kitob. Shundaqla mushu kitob, Qur'on degan mush kitob, arab tilidagi mush kitob arab tafakkurining cho'qqisi. Nima uchun arab tilining cho'qqisi? Aşu tili, aş kitapның tili. Demek aş kitapның tilida bir möcüzelik, bir utapa, bir möcüze var o tilda hakikaten. Kuvvet. Endi muşu möcüzeni mesela müşrikler aynı vaqtida Muhammedni şair bu digizgen emdi. Çünkü bizning Uyg'urlarning shoirlariga o'xshashla, ayni vaqtida arablarning shu shoirlarimi, hatto hozirgi arablarning shoirlarimi arab tilini eng yaxshi biladiganlar. Shunga ashlab deb ataganda mushriklar Muhammad alayhisalomni shoir degan. Muhammad shoir bu deb hisoblanadi. Shunga biz tildan boshlayli. Ham qandaq narsani so'zdan boshlayli. So'zning etimologiyasi yoki bo'lmasa u so'z arabcha bo'lsa, uni uyg'urchasi nima? U so'zning oldi bilan. Yoki qaysi uyg'ur so'zga almashib qolgan tarixda. Shu asosda anondan keyin u so'zningki atalg'uninki, masalan, aql deyli, atalg'uning oldi bilan söz ma'nisini, lug'at ma'nisini bilayli. Onundan keyin shuning kelib chiqishini bilayli shu so'zningki. Onundan keyin onunki atalg'u ma'nisiga o'tsak, eng yaxshi aniqlamaga erishimiz har qanday bir atalg'u. Shunga aqlni sizning mush programmangizda yana qayta ta'kidlab aytsam, aqlni tushunish uchun, aqlga aniqlama berish uchun yoki aqlning aniqlamasini eng yaxshi aniqlamasiga erishish uchun biz Uyg'ur tiliga murojaat qilmasak bo'lmaydi, chunki
aql degan bu uqum Arablarda bo'lganga o'xshash Uyg'urlardami bor. Lekin Uyg'urlar mushu uqumni qaysi so'z bilan atagan, ifodalagan. Mushuni bilishimiz kerak. Shunga men birinchi qatim programmada masalan aqlning ong ekanligini degan vaqtimda nurg'un kishilarninki bu bu deb o'ttirga chiqishimi xuddi mening nazarimda hamda men ashuna o'ylayman, xuddi ularningki hissiyotida, ularning tuyg'usida yoki ularningki bir xilliqi uyida nima bor desangiz, aql degan bu uqumning uyg'urchasi yo'qdek. Ya'ni Uyg'urlar mushu uqumni o'ylamagandek. Mundaq bir tushuncha berib qo'ydi. Agar aql degan uqum bo'lsa, unda zodi nima aql degan? Uyg'urchada nim deb atagan, dastlab shundan boshlaydi. Nima masalan iloh yoki Alloh degan uqumlarmi shu? Masalan buning Uyg'urchasi bo'lsa-mu, hatto Uyg'urchasini inkor qilamiz biz, bu emas deb turib olamiz. Masalan, iloh, Alloh. Mishada uqum deb atlab qoldik. Masalan, aqlni, ongni, shu uqumni asli ism kinchi bu. Albatta. Albatta u ism oldi bilan mushu aql, mushu ismlarning asli uqumining nima ekanligini tushungan vaqtimizda nima atlashidan munosabatsiz bu. Albatta. O'chada shu uqumni to'ngan vaqtimizda bu so'zning qaysi lug'at bilan kelsin, shu uqumdan topsa, o'sha uqum men kompyuterda xat yozsaq, berib kod qaytgandekdan uqum qaytadi ekanmizda, ishni to'naydi ekanmiz hozir. Oson tarjima qildi ekanmiz. Lekin o'sha yerga gap nima desa, mening deyotganim hozir, shu til Uyg'urcha bo'lmaganligi uchun, shu so'z, aql degan so'z bo'lmaganligi uchun shuning uqumini topmoq tashkil bo'ldi bizga, demoqchiman. Chunki har qanday uqumni o'zimizdan, masalan, misol beray men. Sevinch. Uyg'ur so'z bu. Shunday emasmi? Sevinch Uyg'ur so'z. Sevinch deb ishlatamiz, sevinch deb so'z to'mirmi ya? Sevinch degan so'zmi bor? Sevinch deb olaylik. Sevinch deb olaylik. Sevinish. Sevinmoq. Sevinmoq. Mushu so'zning ma'nosi nima? Shu sevinmoq. Ko'rdingizmi mana endi sizmi sevinishning ma'nosini deb bilmayapsiz. Sevinmoq degan shu sevinish degan sevinmoq degan sevinmoq deb suv degan suv deb suv arablarning ochida bir so'zi bor. Suvni suv orqali tushundirdi deydigancha, izohladi deydigan. Endi biz sevinishning zodi ma'nosining nima ekanligini bilishimiz uchun biz mushu sevinish degan so'zning kelib chiqishini tadqiq qilishimiz kerak. Bunun kelib chiqishini tadqiq qilishimiz uchun oldi bilan bu so'zning so'z tumurini topishimiz kerak. Bu so'zning tumuri nima? Ya, tumuri. Yo'q, seg'inmi in degan qo'shimcha bu in degan. Xuddi yig'in, iqin degan sog'. Chunki bizda sog'inch asli bu-chu, sog'inch. Keyin yig'i o'zgarib ketdi, o'zgarib ketib seg'inch bunda bo'lgan, yoki seg'inish bo'lgan. Asli so'z tumuri seg'inishning sog'. Sog' degan nima degan gap? Normalde qo'yqonlarning ustini chalish ishlatib. Belli, seg'ish. Qarang, biz
biraz burun bu vaqtning gapini degan tuqqu masalan tabiiy xususiyat, tuyg'u, Allohning nimati, mushu narsalarni deyishdiku. Mushu sevginishning asli nimasi? Asli nimasi? Onaning sutini aslash. Onaning suti bilan bog'lanish degan ma'no. Hatto bu bizning O'g'iz Xaqonning etimi. Nim deb O'g'iz deb atalgan. O'g'izmi onaning dastlabki suti. O'g'iz degan. O'g'iz suti. Mushu sog' sizni onangiz bilan bog'laydigan bog'. Narsa shu. Şuna seginish degan vaqtida anandan keyin bizning Uyg'urchadagi seginishning arabchada hamda men mollalarga xitob qilyapman bizning o'limalarimizga, mollalarimizga. Arabchadagi ibodat degan so'zning ma'nisi Uyg'urchada seg'inmoq. Yani biz Allah'ның bendeleri Allah'a ibadet kılımız. Bu ibadet seginiş. Biz Allah'ını seginimiz. Bu yine kelip bizden sağ degen muşu söz tumurdan kep çıkıdı. Mundaq vaqtida biz hemmimiz Allah'ның balaları. Biz Allah'ını, biz anamızını, dadımızını yani seginimiz. Şuna müşahidimmu hatta Hristiyan dinideki mesela İsa'nın ata deb çakırgan yerimi şu. Tanrı'nı şu. Şuna endi bu yerde seginish degan so'zning haqiqiy ma'nisi birga talpinish. Esligi bo'lgan bir xilliqi intilish degan gaplarda. Yoki asliga qaytish. Seg'inishning ma'nosi shu. Buning mushu ma'nini nereden topamiz biz deganda hatto Uyg'urlarmi Allohga ibodat qildi degan demaydi. Ibodat degan arab so'z bo'lsa, qadimgi Uyg'urlar nima degan? Allohga ibodat qildi deganni Allohga seg'indi deydi. Allohga seg'indi deydi. Mushu sog'likdan kelganda. Yani mundaq gap qilganda Allohga ibodat qilish aşu hayvanlarning onasining emchigiga intilishiga o'xshashlan, bovoqlarning onaning emchigiga intilishiga o'xshashlan ish degan gapda. Shu ibodat degan, seg'inish shu. Allohga bo'lgan seg'inish degan. Seg'inishning ma'nosi shu. Demak, bu yerda mening demoqchi bo'lganim har qanday bir hukmni bilishdan burun, uni aniqlashdan burun biz sizmi biraz bunu degandek, uning so'z, shu so'zni tepishimiz kerak. Şu sözdünki etimologiyasini bilishimiz kerak. Yani kelib chiqsin. Andan keyin uning shu qaysi tomiri, so'zning tomiri nima? Andan keyin mushu so'z tomiri nimani bildiradi? Shu orqali tushunalaymiz-da so'zning ma'nosi. Tamam, aldığımız menzil o kadar yani egiz çıkmadı da. Takı çıkkan sonra egiz takı kökendek edem. Yani demek ki gündoğan neresi yani aldığımız şunda çıkıla tutardı da. İşini bilmeyen nokta kayıtlatkan dek adım. Yaxşı oldu. Bugün moyun boğan iki fukumdan akıl bilen zeka ibaret iki sözünün farkını öğrengen bulduk. Akılga alakadar düşünüksüz deb qaralgan taraflarga biraz izohatlar to'lqin bo'ldi.
yetarli bence. Ama şu vaqt uzoq ketib qoldi. Bugungi mana bu nimaga darsga aloqador olgan misollar biroz kengayib ketib, shunga vaqt qochirib qoldik. Xayr, bu zaten anaqa maddalik yoki yumor ito'to'magan ekan, xalqni kuldirib o'ynaydigan. Bu mingining mashg'uloti bordir. Biz deylayotgan gapni, shu deylayotgan so'zlarni zehn qo'yib, oldiga do'ppisini olib qo'yib, choyni obdan qiniq ichib, toza o'ylanib o'rganmasa, ya'ni bekrak choynamasa, gelidan yutanmaydigan darajada ig'i. Shunga buningga biroz quvvati bor, shunga beli bor, irodasi bor kishilar bo'lmasa, mana bu darslardan naf olish natoyin o'ziga va shu milliy o'zining istiqboliga, kelgusiga ko'ngil bo'lganlarning bunchalik himmatda chuqur fursatni qochirmaydiganligi ishonamiz shunga. Sizning alohida vaqt ajratib programmalarni taqdim qilayotganingizga rahmat. Garchi loyiqingizda yaxshi, og'zingizdan chiqqan darhol tushunadigan nimamiz bo'lmasimi, quvvatimiz Yaxshi suhbatdoshsiz, yaxshi suhbatlashyapsiz. Albatta men bu yerda biz hamda nima deymiz, bu dars emas. Bu faqat hamda nima deymiz, shu ekranda ikkimiz o'tirib bir uqum yoki bir tushuncha to'g'risida dialoglashamiz, suhbatlashamiz. Shu suhbat orqali andan keyin boshqalarmi, anglovchilarmi qatnashadi shu suhbatga. Shuning bilan ya'ni har bir uqumni yoki atalg'uni birlikda tushunamiz endi baravar, tang tushunib boramiz. Ya'ni bizda uning oldingi aniqlamasi bor. Masalan, aqlning sizdimi aniqlamasi bor, mendimi bor. Har bir ko'rarmanda, masalan, tomoshabinda hozir aniqlamasi bor. Lekin o'xshamaydi. Ya'ni sizning aniqlamangiz bilan mening aniqlamam va shundaqla boshqa ko'rarmanlarning aniqlamasi o'xshamaydi. Endi shu o'xshamaslikning o'zi aqlning birligini inkor qilolmaydi. Chunki aql bir. Biz aql degan vaqtda bir narsani deyishyapmiz. Lekin har birimiz o'xshamagan aniqlam beryapmiz. Shuning bilan bu yerda ko'plagan aqllar bo'lib ketdi degan gap, lekin amaliyotda undaq emas. Shunga shu aniqlama ko'pligi farqlar asta azayib biz o'rtaq bir aniqlamaga erishgan vaqtimizda andan keyin aql degan shu uqum yoki shu atalg'u haqida o'rtaq aniqlamaga erishamiz. Shu o'rtaq aniqlama o chog'da hammamizga o'rtaq bo'ladi. Sizga, menga va tomoshabinlarga. Endi shu o'rtaqlik faqat mana shundaq so'zlash orqali, dialog orqali bo'ladi. Agar bundaq bo'lmasa, men o'zimning aniqlamasini dars qilib so'zlab o'tib ketaman, buning hech qanday foydasi bo'lmaydi. U chog'da sizmi o'zingizning aniqlamasida qolasiz, boshqalarmi o'zlarining aniqlamasida qoladi. Shuning bilan biz bir o'rtaqlikqa erishamiz. Ya'ni birlikka erishamiz bundaq vaqtda. Biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan, Uyg'urlar bo'lish sifatimiz bilan bizningki milliy birligimizga erishishimiz uchun oldi bilan mana shundaq atalg'ularni birlikka kelishimiz kerak-da. Ya'ni tilimizdagi har bir atalg'uda biz birlik keladigan vaqtimizda aningdan keyin biz talpinayotgan, biz seg'inayotgan, biz intilayotgan shu milliy birlikning qadamlari bo'ladi. Real örneklerden 90'lı yıllardan keyin uyg'ongan diniy va'zlardan ma'lum bir manbani
Mesela ma'lum birisining juma qutbisini markaz qilganlar bir jumadan yana bir jumaga bo'lgan aniq berilgan darslardagi hukmlarni o'zaro muzokara qilish tushunishib bir mezgil o'tgandan keyin o'xshash fikr kelgan o'rnaklari bor. Yani demek eğer boşuna boşunda dersten yani birisi bir ders kılgan bolsa biz çoğun çünkü anlagan buladık biz ayrım ders kılmaydık dep oylayım ben. Eğer ayna bir ders kılgan bolsa, ayna bir sohbet ya program kılgan bolsa, aşının hata doğrularına fikirlerimizni qo'shab, o'rtaq kelish uchun aşın ergeçken buladık dep oyladım ben şu ama birlik maqsadning bir bo'lganligi uchun so'zlayotgan ishlayotgan tilimiz va boshqa narsalarni endi biz do'stlarga bu bizning biz ikkimizning kimligi qandaqligiga qarab turib olmay o'ttirib qo'yayotgan so'zning nimaligi niyaga olib borayotganligini tushunsak shuni tushunishga tirishsak ve bunu bir kural qilib ishlatsak o'zimizning keyingi suhbatlarimizda hayotimizda hamma narsalarimizda shu biz yetmoqchi bo'lgan milliy birligimizni kuchlantirdi yani. Fikrlashdan tortib hamma narsaga olib boradiganligiga hozir inshaalloh sizni deb o'tib ketamiz. Bizim için ko'nglimizda shuni his qilyapmiz. İnşallah buni his qilgan qarindoshlar alohida vaqt ajratib cho'qim yaxshi o'rganadi. Biroz zaman ketadi ekan. Albatta. Yani bu bek muhim Ahmetcan. Mesela bizning yaqinqi zamondagi milliy fojiamiz nima? Masalan, aqtog'liq, qartog'liq bo'lib ketgan vaqtida Uyg'urlar. 19-asrdagi. Yani şu vaqtidan boshlab bizningki eng oxirgi xonliqimiz, Sa'diya xonliqi munqaz bo'ldi. Shundaqqa masalan, nima Abbaxo'ja yatlarni boshlab keldi. Munqaz oldu. Ondan keyin Çin imperiyasi hujum qildi, g'alab qildi. Shuning bilan shu fojia bilan biz hozirgi bizningki kunimiz, qora kunimiz, davomlashayotgan qora kunimiz shu fojia bilan munosabatlik. Shu fojia nima bilan munosabatli desangiz, Uyg'urlarning aqtog'liq, qartog'liq bo'lib ketganligi bilan. Endi mush aqtog'liq, qartog'liq bo'lib ketishi, amaliyot ikkili sopslar deymiz biz endi. Sopalar bo'ladi. Lekin biri o'zini aqtog'liq, aqtaqiyalik deb qo'yamiz endi aqtog'liq, yana birisi qartog'liq. Aqto'piliq. Aqto'piliq, qartog'liq ashlaq ayrilib ketib bo'lar. Shuning bilan birlik kelinmay, oxir dushmanlashib, shuning bilan bu bizningki xalqimizni, davlatimizni yiqitdi bo'lar endi. Ichidan yimirib tashladi-da. Bunday qilib qoldi. Ichidan yimirib tashladi. Ya'ni tashqi kuch bilan emas, ichki sabab bilan bizningki davlatimiz munqarz bo'ldi-da, bunday qilib qoldi. Endi mushuning o'zimi yana nima desa, mushu aqtog'liqlar, qartog'liqlar Allohning aniqlamasida birlik kelamagan. Eng yuqori pallaga ko'tarsak masalani. Shunga har qanday bir hukmda bo'libmi millatning taqdiriga munosabatli, millatga munosabatli hukmlarda birlik kelinmay qolsa, o chaqda biz ichimizni yemirilib ketamiz. Şuna hozirgi shu aql degan masaladami masalan? Aql degan shu bir atalg'u endi. Mushningda masalan bizda birlik yo'q hozirgacha. Bu birlikning yo'qligi biz o'tkazgan birinchi qismda yuz berdi. Shundaymi? Masalan Kamil Tursun efendi. Kamil Tursun efendi hatta telefon qildi. Yuz berdi emas, oshkor oldu. Oshkor oldu. Aşkar oldu. Aşkar oldu. Endi rahmat sizga naytlik nima deymiz? Inchkiligingizga endi so'zlardagi. Endi mana mushundan ko'rib olamizki, demak bizda
texi aşu hukm birligi bo'lmaganligi uchun yoki atalg'u birligi bo'lmaganligi uchun atalg'uning ma'no birligi yoki aniqlama birligi bo'lmaganligi uchunla demak biz yana bizning birligimiz dan gap etish ta'sir. Hozir mush vaziyatning o'zida. Amaliyotda aql degan aql u o'liqi uning hech qachon 2 yoki 3 aniqlamasi bo'lmaydi, uning bir aniqlamasi bo'ladi. Undaqmi? Biz shu haqida suhbatlashyapmiz. Unda bo'lsa biz hozir ixtiloflashyapmizda aqlning aniqlamasi to'g'risida. Bu nima deganlik desa, har birimiz aqlni o'xshamagan shaklda tushunamiz. Uning o'xshamagan shaklda aniqlama beramiz, farqli aniqlama beramiz. Endi bizning vazifamiz mushu farqni azaytish, yo'qotish va shundaqla o'rtaq bir aniqlama hosil qilishdir. Menimcha sizning programmangizning maqsadi nima? Shuni tushunaman endi. Ya zaten mening shu programda shu tefekkürne biz tilning mashg'uloti, tilning nimasi dedik-ku biz. Shunga tilga bog'lanib qolamiz hozir. Shu bizning maqsad qilingan aql va tefekkürda tilga bog'lanib qolamiz. Shuning uchun tilga kirib qoldik hozir. Albatta tilga kirib qoldik. Lekin mening maqsad qilgan narsam nima desa, bizde eğer nimedeki gayri maksat bo'lmagan bo'lsa qalbimizda, eğer davayimizdeki bizning vatan millatga bo'lgan xizmatimiz yoki xolisligimiz to'g'ri durust bo'lgan bo'lsa, o'tirib faqat bir narsa qoldi. Bu o'smi nimasi uqishmaslik. To'g'ri. Uqishmaslikni hal qilishning uchun bu aqli quvvatida egizpeslik balki millatni degan narsa kelganda, chunki o'tirib qo'yayotgan narsa tushunish iqtidori tuvanligini ifodalar qo'yadi. To'g'ri. İnsanlarda aqliy fikr yo'q, hissiy fikr bor-da. Ashun bayqab qoldik, bayqagandan keyin, demak insonlar aqliy jihatda qabul qilinmaganlik tufaylidan buni bizni tushunolmay bizni dushman ko'rayotibdi. Shunga aqliy to'g'risida bir program ilib borsak, aql to'g'risida, tafakkur to'g'risida, endi o'tirib qo'yayotgan fikrlarni hazm qila oladigan bo'lg'adak deb kamak çizilatimizda hesapta. Ama bu jarayonda chigitgani ko'tak bo'lmasa yoki mayda bo'lmasa, uning foydasi yo'q ekan. Shunga yana tilga kirib qilyapmiz majbur. Boshqani g'idiqqa, yig'ilga nima yog'och sanjigandek bo'lib qilish mumkin, lekin amal yo'q ham. Bu tafakkur biraz burun dedik-ku, tafakkur bilan tilni ayrig'ili bo'lmaydi, ikkisi bir narsa debchi. Shunga amal yo'q uning. İlgari ham shu bir qism ziyolilar shu yaxshi nim qilgan birodarlarimizning shu hukm to'g'risida, so'zliklarning hukmlari to'g'risidagi aniqsizlikning shikoyatlari jiq bo'langan. Shu ba'nida zaten har qatam qancha so'zliklarning aniqlamasida nim berib o'tsak, shu muhimlashgan izohatini. Aslida kitob bo'lib chiqsa bek yaxshi bo'ladi bu hukmlarchi. Har bir so'zliklarning hukmlari kitob bo'lib chiqsa bek yaxshi bo'ladi. Endi bunga bir odamning qo'lidan kelmaydi bu. Bunga bir to'p, bir guruh insonlar lazım. O bir guruh insonlarning keynida yo'g'on bir energiya bo'lish kerak. Jiq narsa qarasak, bizning ko'tarayotgan, ko'tarmoqchi bo'lgan yukimiz milliy yuk bu, millatning yuki. Ammo o'ttirdi uningga injiqlayotganning hammasi shaxsiy bo'lib qoldi-da. Ashta bo'lgandan keyin bizga nisbatan cho'ng ish. Tağdiyat geçtiğimi çok eş. Lakin sevda, içimizde bir sevda var, bilimiz, cinimizin işçilikine bir çümülük okşaş, lakin tıpırlayıp bakamaz. Muş bağında Allah bir toğurlarımızı, ertip pişanlarımız nurundan kalsa, bir 200 yıldan aşkan müstemlikinden ki asaretinin derdeti çıkmatemizde, yani bir 200'de bir süzülüp doğularımızdan adalet çıkarsak mı kalbimizde? Doğru. Hiç olmasa. Burası değilsiniz. Şu an kıyğanlarımız derhal önüm beğenmesi mümkün ama kılınmagan işi de kılınıştığı işledik. Şuna yana konuğumuz rahat.
Ecirlik boğaysiz kiler kıtımlık ders görüşemiz. İşte kılandık. Bo'ldi. Vaqtimiz Rahmat. biraz uzoq ketib qoldi bugun. Sizga ko'p Sizdan sizga özür ko'p dilerim. rahmat. Do'stlar. Ko'rarmanlarga ko'p rahmat. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'laylik. Xayr bo'lsin. Bo'ldi. Aman bo'lamiz. Muhtaram qarindoshlar, bugun program bu yoqqa qadar bo'ldi. Aql va tafakkur nomli programmamizning aqlga aloqador izohat boblarida ikkinchi qism so'zlangan bo'ldi. Aqlning muhimligi haqida so'zlab o'tirishning hojati yo'q. Hammalarda aql o'zimizning aqli bor deb o'ylaymiz, lekin aqlning ilmiy uqumi, ma'nosi aqlga yondash kelgan so'zliklardan zakilikdan iborat mush ikki so'zning Uyg'ur tilidagi eng ixcham tushuntirilishi bog'lash va yeshish. Masalani bog'lash va yeshishdan iborat ikki uqum ekanligini bugungi programmamizda oydinlashtirib olgan bo'ldik. Yani munosabatga albatta boshqa so'zliklarmi bo'ladi, so'zliklarmi o'tirib qo'yilgan bo'ldi. Biraz ixlos lazım, ajr qilishimiz lazım qardoshlar. Ma ekranda bizning vaqtimiz, qildigan ishimiz yo'q. Qilgan ish emas. Hammalarning vaqti o'zimizga qimmat. Shunga biz qilayotgan programmalarda zaruriyat va qimmat ahamiyat his qilgan narsalarimizni ekranga olib chiqyapmiz. Shunga do'stlarga biraz bunga bir ahamiyat berib qo'yishini umid qilamiz. Chunki biz bu yo'lda yolg'iz mangmaymiz, birga mangamiz. Birga mangish uchun o'tirdagi tushunishmaslikni, uqishmaslikni hal qiladigan shunday xolis programmalarga albatta murojaat qilish to'g'ri keldi. Kelar sonda ko'rishamiz. Sizlarga omonlik tilaymiz. Omon bo'linglar.